Bu yoqda siz emotional bo'lib, angry bo'lib, jahlingiz chiqib, jahlingizni kontrol qila olmasdan o'tiradigan bo'lsangiz, ayol kishi sizga suyana olmaydi. Siz o'zingizni shunda ustoz sifatida ko'rasizmi, content creator sifatidami yoki a student who teaches publicly? Ko'pchilik aytadi, men uylanishdan oldin deydi, hamma narsani zo'r qilib qo'yishim kerak, mashinam bo'lishi kerak, uyim bo'lishi kerak, normalniy pulim bo'lishi kerak. Aslida unaqa emas. Bitta bolani hayotdagi maqsadi qaysidir qizga erishish bo'ladigan bo'lsa, faqat shu o'zini directioni shu qarab ketayotgan bo'lsa, o'sha qiz katta ehtimol bilan uni na hurmat qiladi, na tengi deb ko'radi. Juda ham qisqa umrimiz. O'sha qisqa umrimiz davomida, masalan, bizdan qoladigan narsa faqat yaxshilik. O'sha narsani biz hozir qilmasak, qachon qilamiz? Kris Williamsondan so'raydigan savol bor bilsangiz, aytadiki, agar auditoriya katta ekranlarda seni hayoting real time'da kino sifatida qo'yilayotganda, butun auditoriya senga nima deb baqirayotgan bo'lardi deydi. Ota-onang bilan ko'proq vaqt sarfla va ularga e'tiborliroq bo'l deb aytgan bo'lardi. Chunki ish, o'qish, boshqa sabablar bilan men ota-onam bilan juda kam gaplashaman. O'zingga o'zing bergan va'dani bajarmaysan. Kecha ertalab turaman deb bugun turmagansan. Balo bormi boshqasiga va'da berib. Bo'lib ham turmush masalasini hal qilib qo'yish 16 yoshda. Life is a game. Game, o'yin bu hayot. Va bu hayotda hozir biz rolimizni o'ynayapmiz. Endi uni qanaqa o'ynash o'zingizga bog'liq. Xush kelibsiz, Alisher. Rahmat taklif uchun. Alisher, bizani podkastni hozir mana teaserni ko'rib bo'lishdi, endi podkastni ko'rishni boshlashgan va kirgan odam nima uchun qolishi kerak? O'zini 1 soat, 1,5 soat vaqtini biza bilan o'tkazishdan biza qanaqa unga sabab bera olamiz o'tkazishi uchun? Wow, juda ham qiziq savol. Menimcha odamlar bu podkastni ko'rish kerak agar ular teachingga qiziqadigan bo'lsa, agar ular IELTS ga qiziqadigan bo'lsa va o'zini rivojlantirishda davom etmoqchi bo'lsa, ya'ni self developmentni boshlamoqchi bo'lsa, menimcha bu podkastda ko'proq shunaqa mavzulardan savollar kutyapman. Hali savollarni bilmayman, lekin shunaqa savollardan kutyapman. Zo'r. G'anisher Otaboyevni kim sifatida eslab qolishlarini xohlardingiz? Bunaqa savolga javob bermagan ekanman oldin degan. Kim sifatida eslab qolish xohlayman? Prosta yaxshi inson sifatida. I don't know. Chunki men hali bitta kasb tanlaganman deya olmayman. To'g'ri, IELTS instruktorman, to'g'ri blog yuritaman, masalan, har xil sohalarga qiziqaman, marketingga qiziqaman, lekin aynan bitta mana shunaqa deb eslab qolishlari kerak deb ayta olmayman. Shunchaki yaxshi inson, odamlarga yordam berishga harakat qiladigan ta'lim sohasidagi inson sifatida eslab qolish xohlardim. Pedagog sifatida ko'rasizmi o'zingizni? Pedagog. Ko'raman. Ustoz sifatida ko'raman o'zimni. Ya'ni faqat bu ingliz tili bo'yicha emas, hayotda. Chunki men o'quvchilarim bilan gaplashganda faqat ingliz tili bo'yicha gaplashmaganman-da. Chuqurroq kirib boraman. Oilaviy holatini, har xil holatlar, masalan, bitta o'quvchi motivatsiyasi keladigan bo'lsa, siz uni o'zini muammosini bilmasdan turib yechim bera olmaysiz. Pedagog shunaqa bo'ladi. Oddiy masalan, o'qituvchi faqatgina grammatika pas, speaking pas, mana faqatgina o'sha kontekst bo'yicha savol berish mumkin, solution berish mumkin, lekin pedagog bu o'quvchini xarakterdan kelib chiqib, oilaviy sharoitdan kelib chiqib, ya'ni u o'quvchini psixologiyasini o'rganib, keyin yechim beradi. Siz o'zingizni shunda ustoz sifatida ko'rasizmi, content creator sifatidami yoki a student who teaches publicly-mi? Qiziq. Menimcha boshlanishi men student who teaches publicly degan narsa bilan boshlaganman. Content creation boshlaganda men hech nima bilmaganman. Faqat copy qilganman. Hammani men ko'ryapman, kimdir content qilyapti, men ularga o'sha xuddi shu narsani men copy paste qilardim. Aysi vaqt haqida gaplashamiz? Biz eng boshlanishi 2021-2022-yillar haqida gaplashamiz. Bundan 4 yil oldin adashmasam. Men kanalingizda ko'rdim, 21-yilda ekan. O'sha yerda ibratga kira olmaganingizni aytib yozgan paytlaringiz. Bilasizmi, men birinchi boshlaganda blog boshlaganda Telegram blogimni men Aziz Rahimovdan sabab bilan ochganman. Chunki Aziz Rahimovning bitta posti bor edi, esingizda bo'lsa. Hamma blog yuritish kerak, hamma blog ochsin degan. O'sha paytda men bitta o'rtog'im Aziz Rahimovning kanalini tashlab qo'ygan. Mana shu odamning fikrlarini o'qib yurib, normalniy masalan gaplar yozar ekan deb yozib tashlab qo'ygan va men o'sha Aziz Rahimovni kuzatib, o'sha postini ko'rib qolganman. Aynan o'sha payt chiqqan, adashmasam 2021-yilda chiqqan Aziz Rahimovning o'sha posti ham. Va u postni o'qigandan keyin men to'xta, men ham blog ochsamchi deganman. Birinchi postim xuddi Aziz Rahimovning o'sha postiga qanaqadir nima o'xshab ketadigan bo'lgan. Masalan, men aytganman,
blogim hech kim o'qimasa ham mayli, men prosta fikrlarimni yozib bormoqchiman va keyinchalik o'qiganda masalan o'sdimmi o'smadim bilaman degan narsani yozib aytganman. Men o'sha paytda mana sizni blogingizni kuzatishni boshlaganimga 2-3 yil bo'lib sizni shaxsan tanigan bo'lsam, men adashmasam biz 2022-yil uchrashganmiz, tanishganmiz. O'sha paytda IELTS'dan dars berardiz va G'anisherni men tashqaridan ko'rganimda, o'zaro suhbat jarayonlarida ham yoki blogida ham kuzatganingiz imij bo'ladi-ku. Imij qanaqa odam desa, qaysidir ma'noda o'zini rivojlantirishga harakat qilayotgan, lekin o'ta ta'sirchan, juda misol uchun jahli chiqib ketadigan, xavf bo'lib qoladigan, arazlaydigan va arazini dunyoga sochadigan odam sifatida ko'rilardi va keyin mana to'yingiz bo'ldi. Turmush qurgandan keyin farzandli bo'lgan G'anisher bilan juda katta farq bor-da. Men 180 gradus olib aytgan bo'lardim, chunki hozirgi o'zini bosib olgan, nimadirni qurishga harakat qilayotgan, ba'zidagi kommentlarga e'tibor bermasdan, ya'ni noise-ni cut qilib, signalga e'tibor beradigan inson sifatida ko'ryapman. Va buni natijasi o'laroq har xil ishlar kelaveradi orqa fonda, ya'ni by product bo'lib. Buni misol uchun sizni Instagramingizni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun aktivni oshganligi yoki Telegramingizga o'tgan aktiv va u yoqdagi sizga bo'lgan loyal auditoriyani yoki sizni IELTS'ni yengilashingiz, bu journeyni boshlanganligi va saltani qilib chiqqanligingiz umumiy bitta kompleks sifatida ko'rilganda, meni o'ylashim bo'yicha before and afterni o'rtasida sizni marriage'ingiz turibdi, to'g'rimi? Bu savolni ko'pchilik so'raydi. Marriage senga qanchalik yordam berdi deydi. Ya'ni marriage ko'pchilik o'ylaydi, masalan, turmush qurgandan keyin hayotim o'zgarib ketadimi? Menimcha birinchi o'rinda barakasi bo'ladi. Turmush qurgandan keyin buni barakasi bo'ladi. U baraka deganda pulingiz ko'payib, endi hamma ko'pchilik baraka deganda faqat pulga taqab qo'yadi, puling ko'payib ketadi, yoki nima zo'r bo'lib ketadi. Men aytaman, masalan, turmush qurgandan keyin kerak bo'lsa pul qo'yganman. Masalan, to'yimiz bo'lgan, cho'ntagimda juda kichkina pul bo'lgan. Endi bu narsa anaqa motivatsion gaplar emas, rost ekaniga bo'lgan. Masalan, chunki bilasiz, u men to'yga unaqa bir katta summa qilmaganman, ko'rgan, juda kichkina o'tkazganman. 100 ta odamlik yoki 80-90 ta odamlik o'tkazganman. Bori pulim shu bo'lgan chunki. Undan keyin maqsad, chunki turmushdan maqsad bu ko'z qilish emasda. Kerak bo'lsa men u to'yni ham qilish unchalik qiziq bo'lmagan. Men shunchaki masalan bitta inson bilan birga bo'lib, bu yoqda journeyni birga davom etish. Xo'p, shunaqa bo'lgan, ishoning, turmush qurgunimcha, mana uylangunimcha juda ko'p narsalar unchalik ham bir consistently bo'lmagan. Narsalar qilib ko'raverganman. Bu emotional, rostdan juda ham emotional bo'lgan. Hozir ham emotionalman aslida, lekin bu narsani ko'rsatmayman. Va ancha kontrol qila olaman hozir. Oldin qila olmaganman. Oldin o'zimni qanaqadir emotionalligimni, jahlimni ko'rsatishga harakat qilardim kanalimda, bu burst bo'lar, to'ppa-to'g'ri. Lekin turmush qurgandan keyin men bu narsalarni ancha kontrol qilishni boshladim, chunki men oilamga yaxshi example bo'la olishim kerak. Hozir men emotional bo'lib, sinib qoladigan bo'lsam, ayolim nima bo'ladi? Ayol kishiga siz agar o'zingiz dalda bo'lishingiz kerak. Bu yoqda siz emotional bo'lib, angry bo'lib, jahlingiz chiqib, jahlingizni kontrol qila olmasdan o'tiradigan bo'lsangiz, ayol kishi sizga suyana olmaydi. Suyana olmagandan keyin siz ishonchsiz erkakka aylanasiz. U sizga na muammosini ayta oladi, na dardini ayta oladi. Men hozir ikkita odamni emotional control qilishga responsibleman. Ham ayolimni emotional control qilishga yordam berishim kerak. Ham o'zimni va kelajakda farzandimni ham. Chunki men agar jahlim chiqib hamma narsani sindirib tashlab yoki bo'ladigan bo'lsam, ertadan farzandim kimga qarab o'sadi? Masalan, kimga qarab ulg'ayadi, to'g'rimi? Menday bo'ladi. Men mana shu turmush qurganimdan keyin his qildim, meni yomon odatlarim ayolimga ham o'tib qolar ekan. Va bundan qo'rqdim, ertadan farzandimga ham o'tib qolishidan. Shuning uchun sразу же har kuni thinking, har kuni questioning. O'ylayapman, to'xta. Like, what am I doing wrong? Agar hozirgi mana shu odatim, oilamga ham o'tadigan bo'lsa, endi unaqa yomon odatlarim bo'lmagan, lekin ba'zi kichkina o'zi yoqmaydigan odatlaringiz bo'ladi-ku. Jahli chiqib qolishi, kimga baqirib yuborishi, kimdir hurmatsizlik qilish bo'lishi mumkin, masalan, backgroundda bo'ladigan, ko'pchilik ko'rmaydigan. Shunaqa holatlarni men keyin o'zimni har kuni tahlil qilib, reflection qilib, o'sha narsalardan keyin yo'qotishni boshladim va oilamda ham juda ham pozitiv o'sish his qildim. Hozir nimani qurishga harakat qilyapsiz? Men hayotingizning qismida. Buni birinchi general javob beraman, keyin specificga o'taman. Birinchi o'rinda mendan keyin ham qoladigan katta imperiya qurishga harakat qilyapman. Odamlarga yordam beradigan, rost ekanimga. Chunki anaqa narsa bu anaqa havoyi gaplarga o'xshab tuyuladi, lekin
biz juda ham temporary world yashayapmiz, ya'ni juda ham qisqa umrimiz. O'sha qisqa umrimiz davomida masalan bizdan qoladigan narsa faqat yaxshilik. O'sha narsani biz hozir qilmasak, qachon qilamiz? Tugaydi bu hayotda shunchaki biza nima deydi? The life is a game. Game, o'yin bu hayot. Va bu hayotda hozir biz rolimizni o'ynayapmiz. Endi uni qanaqa o'ynash o'zingizga bog'liq. Yaxshi o'ynaysizmi, yomon o'ynaysizmi, o'shandan to'g'ri foydalanasizmi, noto'g'ri foydalanasizmi, bu o'zimizga bog'liq. Masalan, endi spesifikroq keladigan bo'lsak, masalan, men harakat qilyapman, IT bilan educationni birlashtirib, har xil loyihalarni qurib, rostakamiga masalan, nima desa bo'ladi, ham o'zimni, dunyoga impact, ham o'zimni, ham atrofdagilarga masalan, rivojlantirishga yordam beradigan narsalarni quryapman. Bulardan bittasi o'sha IELTS Station bo'lishi mumkin. Bu IELTS Station startup. Men startuplar IT bo'yicha umuman hech nimani bilmasdim. Eng qizig'i ukam boshqa kompaniyada IT bo'yicha ishlayotgandi. Ukamni ham hali katta storiesi bor. No, ukam o'sha IT bo'yicha ishlayotgandi boshqa kompaniyada, men bu yoq tarafda o'quv markazida ishlayotgandim, o'zim dars berardim. IELTS 9 ga harakat boshlaganimni juda ko'pchilik bildi menimcha. O'sha IELTS 9 ga harakat boshlaganda men prosta veb-sayt topa olmadim, yaxshi platforma topa olmadim preparation uchun. Qarayapman, nimaga shunaqa yo'q deyapman. Men aytayapman, mana mana shunaqa bo'lsa bo'lardi-ku, yo mana bunaqa feature bo'lsa bo'lardi-ku, mana bu qulayroq bo'lardi-ku deyapman, lekin unaqasi yo'q. Hatto men o'sha veb-saytni founderlariga men feedback ham qoldirdim. Mana shunaqa qilsanglar bo'lar ekan, mana bu xatosi bor ekan deb. Va undan javob olmadim. Keyin ukamga aytdim, mana shunaqa narsani qachon qilib bera olasan desam, bir kunda qilib beraman dedi. Qanaqa qilib desam, oson deyapti. Okey, qilaylik bo'lmasam dedim. Keyin uni amallab bir oy ishladik va bir oydan keyin ikkalamiz ham ishdan ketdik. Buni sababi o'sha bizning asosiy fokusimiz bo'ldi va o'shandan daromad topishni boshladik va o'sha bizning qanaqadir ma'noda hayotimizga ma'no bo'ldi, chunki biz aka-uka sifatida birinchi marta ish qildik. Uni faqat oldin jiddiy olmagan ekanman-da. Bu yosh bola-ku. O'zi 3 yosh kichik, 2006-yil. Lekin yosh bola sifatida qaragan ekanman, lekin ukam rostdan katta inson bo'libdi. Men faxrlandim. Qo'lidan nimadir ish kelyapti. Va hozir o'sha 40 ming foydalanuvchimiz bor platformamizda va premium userlarimiz ham o'sha 1000 ga yetib qoldi. Zo'r. Hozir u yoqda tushunishim bo'yicha faqatgina mocklarni yechishadi. Shunaqa practice platforma. Bu yoq tarafda siz listening, reading, writing bo'yicha kirib, bemalol practice qila olasiz. Yaqinda mock funksiyasi ham qo'shyapmiz. Bitta o'quvchi kirib, shunda bitta full mock topshirish uchun speaking ham bo'ladi u yoqda. Bu yoqda keyin ikkinchi buni asosiy nimasi bor? Bu o'quv markazlari bilan B2B ishlash. O'quv markazlariga biz mock platforma o'rnatib beramiz va ular bemalol o'quvchilariga o'sha mock olib, haqiqiy imtihon atmosferasini yaratganmiz unda. Hamma feature nima imtihonga 3-4 marta kirib chiqdim-ku, u ham bekorga bo'lmagan. Bu yoq tarafdan o'yladim, masalan IELTS 9 o'xshamadi 2025-yilda. 2025 oxirigacha IELTS 9 olaman degandim. Masalan, maqsad qo'ygandim. Lekin unda ham aytgandim. I am nobody guys. Mendan katta narsa kutmanglar. Men harakat qilaman. Bilimim yetsa olaman, bilimim yetmasa endi bu yog'i taqdir. Masalan, lekin men hech nima yutqizmadim. Chunki agar IELTS 9 boshlamaganda u platforma yaralmasdi. O'zi istalgan startup bizneslar agar zo'r bo'ladi, qachonki qaysidir real muammoga real yechim bersa. Shunaqa. Sizdagi aniq muammoga aniq yechim bergani uchun ham successful bo'ldi va bu professional approach bo'lganida ham ancha yordam berdi. Men nimaga qurish qismini so'rayapman. Tony Fadell degan odamning Build degan kitobi bor-da. Men sizga o'sha kuni ko'rsatdim. O'sha kitobda u inson kim deydigan bo'lsangiz, 2007-2010-yillarda o'sha Apple'da iPhone'ni eng birinchi chiqqan dizaynlarini qilishga yordam bergan, iPod'ni komandasini boshqalardan bo'lgan odam bo'lgan. Bir nechta startapni qurib chiqib, sotib, nashta qilib, hozir endi startapga yordam beradi. Xuddi bizdagi startap garajning funksiyasiga o'xshash narsani Silicon Valleyda qiladilar. Va Build kitobida qurilish kerak bo'lgan anaqani kontentlarni ko'radigan bo'lsangiz, build yourself deydi. Keyingisi build your career, keyingisi build your product, undan keyin build your business, keyin team qilish degan endi kattalashtirish ma'nosida, keyin bu yog'i becoming the CEO, keyin unbecoming CEO, keyin selling out chiqib ketish. Umuman bitta o'sha biznesni inson qurib, successful qilib, world wide ko'rishda chiqarishni ko'rsatganlar. Endi sizni stagingizda bu qanaqa ko'rinishda va keyingi stagelarga o'tishni proseslarni qanaqa reja qilyapsiz? Wow, juda zo'r savol berdingiz. O'zi Build degan kitobni o'qimaganman, lekin kontekstini bilaman. Xo'p, meni holatim qanaqa boshlangan? Xuddi shunaqa. Endi unda build yourself degan narsa bor. Build yourself qilganman.
teaching bo'yicha o'zimni oshirganman, IELTS'imni ko'targanman, orada experiencelar bo'lgan har xil sohalarda marketing, hamma narsa kirib ko'rganman xullas. Keyin hozir menimcha menda qanaqa stage ketyapti, menda I'm trying to be a founder. Ya'ni men уже boshqa insonlarga ishlashdan ish berishga o'tyapman. Hozir o'qituvchilar komandamiz bor. Birinchi onlayn kursimni boshladim va u uchun men 20 ta o'qituvchi yig'dim. Hamma o'qituvchiga vision berib, mana bizlarni ketayotgan yo'limiz shu. Agar men bilan ketadigan bo'lsang, men seni mana shu yoqdan mana shu yoqqa olib chiqaman. Mana shunaqa yordamlar bera olaman, mana shunaqa foyda bera olaman. Ya'ni sen menga nima, birinchi o'rinda men ularga nima bera olishimni aytdim, chunki bu katta risk dedim. Masalan, chunki nolda men ishdan ketgandan keyin bu yoqda nol holatga tushib, men noldan qayta boshqa narsa quryapman. Va bu narsa qo'rqinchli bo'lmay qoldi, chunki bir marta noldan qurganingizdan keyin, nimadir noldan qurganingizdan keyin fail bo'lib, ya'ni noldan boshlaganingizdan keyin bu narsa qo'rqinchli bo'lmay qoladi. Va meni holatim shunaqa. Xo'p, endi keyingi etap deb o'ylayman, endi what? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Ya'ni men founder keyingi etapdan, chunki menda hozir 100% ko'rinmayapti. Men hozir birinchi o'rinda founder bo'lish nima bosqichidaman. Hozir IELTS Station ketyapti, bu yoqda onlayn kurslar ketyapti, bu yoqda personal brand ketyapti. Bularni normal etapga olib chiqib, keyin menimcha kattaroq kompaniya qilib, oxirida baribir men ham o'sha unbecoming ga o'tsam kerak. Men bu 1 yil, 2 yil ketsa kerak bu narsaga. Lekin men protsessdan chiqib ketish qiziq emas. Selling out deysizmi? Oxirgi chiqib ketadi-ya, unbecoming bo'ladi. Unbecoming qiziq emas menga, chunki retirement, mana siz aytgansiz, qaysidir podkastingizda, men retire qilish xohlayman deyapsan. Bu siz maqsadingiz bo'lsa, bu it's not the goal, it's the process. Protsessdagi narsa bu. Chunki retirementdan keyin nima qilasiz? Bu imенно mana savol va buni orqasidagi mantig'i qanaqa bo'lgan desangiz, retire bo'lish degani bu, siz o'zingizni survival modedan chiqarasiz degani. Va siz o'zingiz xohlagan ishni qila olasiz. Agar siz har doim o'z xohlagan ishni qilayotgan bo'lsangiz, shunda ham siz ishlamayapsiz. Ya'ni siz retirement haqida o'ylashingiz shart emas. Tushunyapsiz? Misol uchun men o'zim nima qilish xohlardim? Xo'p, pensiyaga chiqsang deydigan bo'lsangiz, men o'zimni karyeramni umuman boshqa yo'lga o'tishni xohlardim. Misol uchun men chef bo'lishni xohlayman. 5 star anaqalada, restoranlarda chef bo'lishni, chef por. Va bu menga qiziq. Lekin men hozir chef bo'laman deydigan bo'lsam, bu nol emas, minus nechidurdan boshlanish kerak degani. Va bu nechidur yillar ketadi va men hozir bu yoqda oilaviy mas'uliyatlarimni amalga oshira olmayman. Oilaviy mas'uliyat qanaqa ko'rinishda bo'ladi deydigan bo'lsangiz, misol uchun bir erkak o'zini to'laqonli his qilishi uchun aytaylik, o'sha turmush qurganligi, to'g'rimi? Aytaylik farzandli bo'lishi, o'zini uyi bo'lishi yoki ulovi bor bo'lishligi holatida qaysi tomonda to'ladi. Undan tashqari yashash uchun kapitali doim deb turadigan passive income yoki aktivlar ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ma'lum bir etap bo'ladi, siz financially free bo'lasiz va siz nafaqat financially free, ya'ni siz time rich ham bo'lishingiz kerak-da. Ham time rich, ham money rich bo'lganingizdan keyin, kapital ham bor bo'lgandan keyin, endi siz o'zingiz xohlagan boyga craftni yaratish uchun nimadir qilib ko'rsangiz bo'ladi. Undan siz motiv orqasidan nimadir pul qilish yoki mashhur bo'lib ketish, nimadir bo'lib ketish emas-da. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa men jarayondan maza qilaman deysiz. Xo'p. Mana shu g'oya. Lekin agar siz hozir yoki men o'zim ham hozir qilayotgan ishim bilan faxrlanaman, yoqadi. Ma'lum bir etap bo'lgandan keyin o'sha repetitiveness bo'lib qoladi-da, o'sha o'zingizning sohangizda. Siz chiqib bo'ldim deysiz, o'sha paytda yopib boshqa nimadir boshlashingiz mumkin. Mana shu g'oyasi. Lekin siz pensiyaga chiqdim deganda u faqat kresloda yotib olib tezda ko'rib yotish degani emas. Misol uchun sayohatlar qilish, qanaqadir challengelar qilishdir. Misol uchun Ironman bo'lishga harakat qilishyapti. Bek Olimjonlar bular necha marta nimalar bilan shug'ullanyaptilar. Bular ham o'sha pensiyaga chiqqanman deb aytadilar o'zlarini. Xohlaganlarda ish qiladilar, xohlagan paytlarda shug'ullanish, o'zlarini demak rivojlanishlarini ustida yuradi degan odam bo'ladi. Qiziq, juda ham qiziq. G'oya. Boya endi men sizdan so'ramoqchi edim, bu demak siz hozir qilayotgan ishingizni yomon ko'rasizmi deb so'ramoqchi edim, demak yoqtirasiz. Aslida yoqtiradi. Bu bu yerda hozir bu yana bitta narsani beradi-da. Alisher undaq narsani beradi bu sizga. Qaysidir bitta sohani tanlaganingizdan keyin o'zingiz uchun Parkinson bo'ladi. Qachon masterga yetishni qo'yib turib, o'sha orqadan bu yoqqa kelish. Bu sizga yana ham kuch beradi deb hisoblayman. Misol uchun bo'ldi. Lekin bu yerda baribir realistik qilinadi. Insonning miyasi, o'sha psixologik holati, buni fiziologik erishishi mumkin bo'ladimi, yo'qmi degan narsa. Misol uchun, to'g'rimi? Turmush qurishim va farzandli bo'lishim 2-3 yilda possible'mi? Ha, possible.
O'sha vaqtda uy olish, mashina olish possible. O'sha vaqtda qaysidir sohani tanlab, o'sha sohada ma'lum bir kapitalga chiqarish, buni aylantirib yurg'izib qo'yish possible. Qaysi deadline qo'ya olsa, u sizga qulay bo'ladi. U deadline bo'lgandan keyin davom ettirib ishlasa bo'ladimi? Bo'ladi, lekin siz o'zingiz bo'ldi, men financially xudo xolisa free man degan ma'no bo'ladi. Zo'r. Menda bu narsaga nisbatan ozgina fikrim boshqacharoq. Retirement bu nima narsa? Ya'ni retirement deganda endi baribir quvvatga ishingizni to'xtatib, financially, time free, location free bo'ladi. Menda hozir financial free, time free bor, lekin location free uchun financial free sal ko'tarilishi kerak bo'ladi. Ya'ni xohlagan joyimga bora olmayman, xohlagan davlatimda yasha olmayman. Va bunga harakat ketyapti. Aytmoqchi bo'lganim, bu narsalar minimum summa talab qiladigan narsalar. Ko'pchilik aytadi, men uylanishdan oldin deydi, hamma narsani zo'r qilib qo'yishim kerak, mashinam bo'lishi kerak, uyim bo'lishi kerak, normalniy pulim bo'lishi kerak. Aslida unaqa emas. Aslida siz nol, endi nol emas, lekin bitta oilani boqa oladigan holatda masalan bemalol uylana olasiz va qolganlari ham praksida bo'lib ketadigan narsalar. Men aytmoqchi bo'lganim, siz qiziqishingiz bor ekan, sizni xohishingiz bor ekan, powerlikni o'rganmoqchi ekansiz. Nima qilasiz, uni nechadir yil keyinga ko'chirib, masalan, nimaga yarim soat, 1 soat qaysidir chef powernlar bilan gaplashib, ulardan maslahat olib, ulardan protsessni ko'rib, hech bo'lmasa obzor qilib yurmaysiz. 3 yildan keyin boshlayman deyapsiz, 3 yildan keyin o'sha maqsad sizda qolishini qayerdan bilasiz? Balkim ungacha fikringiz o'zgarib qolar. Men aytmoqchi bo'lganim, men nimadir qilmoqchimanmi? Why not today deymanda. Menda shunaqa odat bor. Bu emas, maqtanish joyida qanaqadir nima emas. Miyamga singib qolgan. Ayolim masalan, bookshopimiz bor, bilasiz, Lovely Bookshop degan. Reklama ketib qoldi endi shu yoqda. Kitob bo'lsa, shuni to'xtatib reklama qildingizda, qadrli muxlislar, bizni kitob do'konimizda istalgan turdagi kitoblarni 3 kundan 5 kungacha chiroyli qilib o'rab beramiz. Estetik. Faqat o'rash joyi, a? Yo'q. Kitoblarni cho'tki qilib o'rab jo'natamiz. Kameraga boshqatdan gapirmaylik, qaysi kameraga ishoryapti. Xo'p. Xullas, qanaqa bo'lgan buni tarixi? Men aslida buni ham founderman. Va offline do'konimizni yaqinda ochyapmiz. Inshaalloh, zo'r. Xudo xolasa. Aytmoqchi bo'lganim, nimaga bundan gap ochdim? Mana ko'ryapsizlar, mana shu to'xtataman. Uylandim, mana o'zgardi-da. Bir kun ketdi. Bir kun ham emas. 1 soat. Mana choy ichishga qayergadir bordik. Hayolim yetib qoldi, masalan. Mana buni qarang. Kitob sotishar ekan dedi. Keyin sen qila olasanmi shuni? Of course dedi. Chunki kitobga qiziqadi ayolim va uyimizda shundoq ham juda ko'p kitoblar bo'lgan, oldin ham hammasini o'qimagan bo'lsa. Shuni sotsangiz-chi, dajiga. Shuncha pulga olganmiz, kitob mag'lamiz, sota qolaylik. Shu narsa bo'ldi. Keyin qiziqmi dedim. Qiziq dedi. Qilardim dedi. Chunki vaqtim bor oz dedi. U payti bakalavr 4-kursda o'qiyotgan bo'lgan. Ketdik bo'lmasam dedim. Qayerga dedi. Deb u bitta kitob do'koniga borib, ozgina kitoblar olib sotib ko'ramiz. Rostdan onlayn. Mani auditoriyam bo'lgan. Bir 8,000-7 mingcha auditoriyam bo'lgan. U payti o'tgan yili boshlangan bu narsa. Va shundan keyin 1 soat ichida bordik, 20 ta kitob oldik va Telegram kanal ochib kitoblarni joylashib boshladik. Va o'sha kunning o'zida o'sha kitob, meni o'zim o'quvchilarim bo'lganda, masalan, o'zim o'quvchilarim kitob sota olish boshladi. Va shundan keyin boshlanib ketdi. Hozir yaxshigina. Marjasi qanaqa ekan? Menimcha kitob do'konlari marjasi nisbatan kamroq bo'ladi. Agar kamroq bo'ladi, lekin sevib ishlaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, o'zi shu narsani hobbi qilgan odam bo'ladigan bo'lsa, marja qiziq emas. Bu yoqda odamlarning emotsiyasi qiziq. Odamlarga emotsiya berish. Chunki har safar har xil o'rab ko'rib, masalan, har xil kreativlikda bu narsa, masalan, kimdir sizga mamna qilib ber yoki mamna qilib ber demaydi. Siz o'sha kreativ o'zini nimasini qilib jo'natasiz, chunki u narsani tekin qilganmiz. Ya'ni o'rash tekin. Kitob sotib oladi. Bu narsani hech qaysi kitob do'koni taklif qilmayapti hozir. Va bu narsani xudo xolasa offline yaqinda joy qidirib ko'rdik. Lekin hozir farzandimiz kichkina bo'lgani uchun 7 oylik bo'lib qoldi. Farzandimiz kichkina bo'lgani uchun yana bir 2-3 oy kutib, ozgina sabr qilyapmiz, lekin bu ham katta nima bo'ladi xudo xolasa. Proyekt bo'ladi. Yo'q, mana o'zi biz har doim qidiramiz Instagramda o'shani kitob o'rab beradigan, lekin shu qimmatga qilishadi-da. Men hozir aytdingiz-ku, biz estetik qilib o'rab beramiz. Shu estetik so'zini o'zi bu premium servis deb o'yladim. Qimmatga ketadigan narsa biladi bo'lib, biznes ko'zini deb turdim, tekin qilamiz deb qoldi. Endi aniq qanaqa reklama bo'ldi. Sizga pullik. Hozir mana shu yerda uylanish haqida gaplashyapmiz. Qani she'ri shaxsiyatni ochishga harakat qilyapmiz. Ko'rdinglar, men uylangandan keyin o'zgardi qoldi. Polniy hasad qilamiz endi deydik. Mana
Instagramdan menda yaqinda savol so'rashdi. Shuni hozir ochib sizdan so'rashga harakat qilaman. Buni YouTube'da gaplashinglar degdi. Solo video ham qilishimiz mumkin bu masalaga. Lekin bitta sizning ham fikringiz qiziq. Xo'p. Uzun xabar kelgan. Assalomu alaykum ustoz. Men sizni kuzatib boraman. YouTube'dagi podkastlaringizni ham ko'rib yuraman. Gaplaringiz, maslahatlaringiz menga foydali. Yaqinda savol bo'ldi. Shu borada men sizdan maslahat so'ramoqchi edim. Men hozir ingliz tilini o'rganyapman. Shu bilan birga bir qizni ham yaxshi ko'rib qoldim. Lekin o'qish bilan munosabatni bir vaqtda olib borish qiyin bo'layotgandek tuyulyapti. Ikkalasidan birini tanlash ham to'g'ri emasdek. Sizda hayotiy tajriba bor deb o'ylayman. Shu masalada fikringizni istardim. Imkon bo'lsa buni podkast formatida ko'rib chiqsangiz xursand bo'lardim. Rahmat debdi. Bu ko'p o'smirlarga foyda beradi degan. Keyin bu bolani o'zi kimligini qiziqdim. Va alaykum assalom. Xo'p bo'ladi. Siz necha yoshsiz desam 16 yoshman dedi. Keyin men aytdim shundoq surishtirib o'tirmasdan qiz bilan munosabatni to'xtating birodar dedim. Keyin yo'q, lavz qilganman, boshqa qilganman degan ma'noda gapiryapti. Keyin aytaman, san domma, o'zingga o'zing bergan va'dani bajarmaysan. Kecha ertalab turaman deb bugun turmagansan. Balo bormi boshqasiga va'da berib, bo'lib ham turmush masalasini hal qilib qo'yish 16 yoshda. Va men bu haqda to'xtadim-da, mayli, bu bolani o'zini spesifik qilmaylik, umumiy o'ylaydigan bo'lsak, hozir 13-14 yosh o'smir yoshga yetgandan boshlab bu narsa juda odatiy va keng tarqalgan narsa ekan. Men atrofimdan e'tibor bermaganim uchun doim ish-ishda bo'lganim uchun bunga bilmas ekanman. Lekin bu shunaqangi muammo ekan. Endi siz bu yerda, bolani ushmasdan, boshqarmasdan va shu tipajdagi odamlarga nima degan fikr berardingiz? Men ham o'zim fikrimni beraman. Wow. To'g'risi bu juda ham qiyin mavzu. Men hozir bitta gap bilan odamlarni miyasini ochib qo'yaman deya olmayman. Qiziq mavzu. Endi 16 yosh bola degani hali voyaga yetmaganda. Shunaqa. Unda misol uchun ota-onaning puli bormi? Ha, mana o'zimning ham pulim bor deydigan bo'lsa, aytaylik, financial tayyor bo'lsa ham, bu hali 18 ga kirmagani uchun 2 yilsiz baribir uylana olmaydi. Chunki zaksdan o'tisha olmaydi. Endi nikohingga avo deb aytadigan bo'lsak, bu to'g'ri kelmaydi va bu hammaga yechim bo'la olmaydi-da 16 yoshingda. 16 yoshda uylanishga qodir qurbi yetadiganlar juda kamchilikni tashkil qiladi. Juda ko'pchilik 16 yoshda hali hayotdan nima qilayotganini o'zi bilmaydigan yosh bolada. O'shanga bularga qanaqadir praktikal yechim kerak. Agar mature bo'ladigan bo'lsa, ota-onasi bilan gaplashib, o'sha qizni ota-onasi bilan gaplashib, u narsalarni unashtirib qo'yish yoki ularni masalan ota-onalari xabardor bo'lib turishi kerak bu narsadan, menimcha deb o'ylayman. Chunki men o'zim emotional odamman. Shunaqa holatda men nima qilganman? O'sha o'zimni кейsimni aytaman, juda chuqur kirib ketmayman. Ayolimni men aslida 16 emas, 17-18 yoshda bilganman, taniganman. Lekin men yoqtirishimni aytolmaganman. Oradan 2 yil o'tgan. Chunki u boshida men student bo'lganman. Ikkinchi kurs student, cho'ntagida pul yo'q. Bir marta masalan proyekt bo'yicha endi volontyorlik proyekti qilmoqchi bo'lganmiz. O'shani tanishib qolganman. Volontyorlik projektida nimaga olib borgandim, bitta kafega olib borgandim. O'sha joyda oxirgi pulimni tashlab chiqib ketganman. Anoga pechone yegamiz. O'shanda 100 ming so'm pulim bor ekan. O'shani berib chiqib ketganman. O'zi qo'rqa, yetarmikan yonimdagi pulim deb. Shunaqa holatda siz qanaqa masalan kimgadir masalan senga uylanmoqchiman deb ayta olasiz. O'shanaqa holat. Keyin oradan 2 yil o'tdi. Men 2 yil kutdim bu narsani. Shu narsani aytish 2 yil kutdim. Men o'zimni normalniy darajaga olib chiqib olay. Men qanaqa men hozir bitta oila boqaman yoki hech bo'lmasa masalan mayli deylik, u rozi ham bo'ldi deylik. Ha? Nima qilamanki? What's next? Shu narsa bor-da. Tayyor bo'lmasa qanaqa masalan kimdirga masalan men seni yaxshi ko'raman, sen bilan birga bo'laman deyishi mumkin-da. U o'zi tayyor emas. O'zi tayyor emas. Marriage bu prosta sevish bilan ish bitadigan narsa emas-da. Marriage kattaroq narsa. Hozir men his qilyapman, o'sha haqiqiy masalan munosabatlar to'ydan keyin boshlanadi. Haqiqatan siz uni qo'llab-quvvatlashingiz, bir-biringizga motivatsiya berishingiz, bir-biringizni undan oldin faqat odamlar baribir bir-biriga yaxshi tomonlarni ko'rsatadi-da. Marriagedan keyin hammasi yomon tomonlarni ko'rish boshlaydi baribir. Masalan, ideal siz bilan 24 ga yetdi bo'lgan odam baribir sizni biladi yaxshiroq qolganlarga qaraganda. Aytmoqchi bo'lganim shunaqa bo'lgan va 2 yil kutib, mana boya shunaqa odamlarga men nima qilishni aytyapman-da. 2 yil kutib, men keyin o'zim ishga kirganman, o'zimni oylik daromadim masalan 10 million oshgandan keyin men o'sha qiz yoniga borib aytganman. Masalan, shunaqa. Eng qizig'i buni shunday ertalab turganman-da, maybe it's today deganman. Xasta. Keyin shu bilan to'yda hali bu narsani ota-onamga ham aytmaganman, boshqaga ham aytmaganman. Prosta uni fikrini biling. Balkim 2 yil ichida boshqa odamga erga tegib ketgan bo'lishi mumkin-ku. O'sha narsani borib so'raganman, aytganman, men mana shunaqa jiddiy maqsadim jiddiy. Bu narsani men masalan hozir kimgadir umid berib yoki kimnidir nima qilib qilmoqchi emasman. Shunchaki borib aytganman shu narsani. Javob
etmaganlar, lekin keyinchalik men уже bilib olib, masalan, bu narsaga negativ fikrlari, masalan, yo'qmi? Ha. negativ emasmi, masalan, manda imkoniyat bormi? Ha, imkoniyat bor. Keyin ota-onamga aytganman. Ota-onam bu payti men 20 yosh bo'lganman. 20 yosh yoki shu 20 yoshga endi to'ladigan paytim bo'lgan. 20 yosh bo'lganman. Ota-onamga aytganman, ota-onam rozi qilganman va ota-onam borib ular bilan o'sha ota-onasi bilan gaplashib 1 yil ichida to'y bo'lib ketdi. Masalan. Uzoq. Endi men mana shu o'zim fikrim berishga harakat qilaman, Ashir. Siz ham aytasiz to'g'ri noto'g'riligini. 16 yosh holatda bo'ladigan bo'lsa, ukam tengi, ukamdan sal kattaroq bola bo'ladi va shu yoshdagi yigitlar. Siz chiroyli deb o'ylagan qiz va o'zingizcha men yaxshi ko'raman deb o'ylab turgan qizga o'xshash va undan bir necha bar yuqorilari sizni oldinda kutib turibdi. Bu birinchi masala. Lekin yo'q, faqat o'laman ham qolaman ham shu qiz bo'lsin deydigan bo'lsangiz va u qiz agar rostdan sizniki bo'ladigan bo'lsa, siz tayyor bo'lguningizcha kutadi. Ya'ni siz aytishingiz kerakki, mana shunaqa vaziyat, lekin gaplashmaymiz. Men bunaqa deb turib tushuntirib qo'ying, ha? Lekin bu yerda o'zingizni kontrol qilishingiz qiynashadi. U qizga ochiq oydin aytib qo'yganingizdan keyin. Yoki ha yoki yo'q degan javob berasiz, shunga qarab turib, u yog'i hayotingiz chigallashib ketaveradi. Har kuni o'ylayverasiz va bu narsa sizga tinchlik bermaydi va bu sizni o'qishdan, hayotda o'zingizni rivojlantirishdan qoldirib qo'yadi. Ikkinchi masala, sizniki bo'lmaydigan bo'lsa, hozir gaplashib nima qilasiz-da? Kutmaydigan bo'lsa. Ya'ni ikkala holatda ham hozir gaplashishingiz yaxshi emas. Agar kutadigan bo'lsa gaplashmay qo'ya qoling, baribir kutadi. Kutmaydigan bo'lsa gaplashmay qo'ya qoling, baribir kutmaydi. Shuning uchun meni fikrim bo'yicha oldin odam o'zini qursin. Ana undan keyin har bitta etapga chiqqandan keyin, misol uchun qavat deylik, ha? Bir insonni shaxsiyat o'laroq keyingi etapga chiqqandan keyin o'sha etapdagi odamlarga tenglasha boshlaydi. Keyingi etapga chiqqani sari shunaqa qilib o'zini eng yuqori darajadagi holatlarga olib chiqa boshlaydi va bu kelajakda farzandlarini to'g'ri tarbiyalay oladigan insonga yetishga sababchi bo'ladi. O'zi kitob o'qimaydigan, o'zi umuman ustida ishlamaydigan odam xuddi shunga o'xshash yoki undan ham pastroq ko'rishdagi odamlar bilan o'zaro bir-biri bilan muloqot bo'ladi. Chunki bu yerda sevgi, muhabbat faqatgina tashqi ko'rinishga emas, odatda intellektual holatga qarab bo'ladi. Va intellektual holatni yaxshi ko'rish uchun boshqa birini siz o'zingizdan yuqorini yaxshi ko'rishingiz mumkin, lekin katta ehtimol sizdan yuqori intellektual qizlar sizni yaxshi ko'rmaydi. To'g'ri. Chunki ular aytganingizdek suyana olish kerak. Suyana olish uchun siz undan aqlliroq, emotional stableroq bo'lishingiz kerak. Va uni ta'minlash uchun yetuk shaxs bo'lmasangiz, menimcha siz o'zingiz xohlagan yetuk qizlarga nomunosib bo'lasiz. Menimcha ham shunaqa deb o'ylayman. Agar 16 yoshda yoki 15 yosh, 13-14 yosh bilmadim, shunaqa yoshda masalan munosabat boshlaydigan bo'lsa, u odamni butun bir hayoti barbod bo'lib ketadi. Chunki birinchidan unaqa odamning maqsadi yo'q bo'ladi. Bilasizmi? Agar munosabat bilan chalg'ib qoladigan bo'lsa, maqsadlardan chalg'itadi. O'zi balki maqsadi ham bo'lmagandir. Chunki maqsadi xuddi bir meni ham girlfriendim bo'lsa, meni ham boyfriendim bo'lsa deb yurgandir balkim. To'g'rimi? Masalan, atrof muhitni qarayapti, baribir atrof muhit juda katta ta'sir qiladi. Atrofni ko'ryapsiz-da, hamma masalan siz ham masalan oilali odamlarni ko'rib havas qilishingiz mumkin, baribir qaysidir mahal xohlaysiz ham. Oilali bo'lib yurish, bolalarni ko'tarib yurgan odamlarni ko'rish, masalan. Ularda ham shunaqa bo'lyapti. Atrof muhitdagi bosim bo'lyapti. Atrof muhitda propaganda qilishyapti. Senda girlfriend bo'lish kerak, senda boyfriend bo'lish kerak, u seni unaqa bo'ladigan bo'lsa, sen xursand bo'lasan, sen baxtli bo'lasan, sen anaqa nimalarga uchrashuvlarga chiqasan. Yo'q, guys, unaqa emas. Unaqa emas, bu propaganda. Bu shunchaki odam oilani demaylik, mana shu yerda bitta sizga anaqa farqi bor, to'g'ri. Oilaga qilib havas qilib oilali bo'lish boshqa masala, lekin girlfriend boyfriendni ko'rib qilish boshqa narsa. To'g'ri. Endi hozir mana yana bitta anaqada fikr aytib ketaman qolganlarga. Mana shu gaplashib yurish masalasida qaysidir bitta biz endi o'g'il bolalarni perspektivasidan gapiryapmiz-ku. Buni ko'rganda qizlar ham o'zlari tasdiqlashadi agar bu fikrim to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'zlarining perspektivasidan bitta bolani hayotdagi maqsadi qaysidir qizga erishish bo'ladigan bo'lsa, faqat shu o'zini directioni shu qarab ketayotgan bo'lsa, o'sha qiz katta ehtimol bilan uni na hurmat qiladi, na tengi deb ko'radi. Ya'ni mayli shuncha harakat qotida birga bo'lishi mumkindir, lekin hayotida maqsadi o'sha bitta ayolga erishib olishgina bo'ladigan bo'lsa, u yog'iga bola qiynaladi va ayol kishi juda tez sezadi erkak kishini maqsadsiz ekanligini. Agar insonda purpose bo'lib, bir shunaqangi katta bir nuqtani belgilaganki, poyezd yo'lga chiqib tezlik bilan ketyapti, jarayonda o'zini to'ldirish kerak edi, qizni poyezdga chiqaradi, birgalashib journeyni
u yoqqa qarab ketishadi bolani katta purpose-ga, yoniga, ya'ni life missioniga. To'g'ri, hozir bu 16-17 yoshingda senga life purpose-ni top degan katta gaplarni gapirmayman. Har narsani try qilib ko'r. Yaxshi masalada. Ya'ni lekin jarayonda bilginki, sen agar kattaroq maqsadlaring bo'lmaydigan bo'lsa, u qizga erishganingda ham sen xohlaganda yasholmaysan. Sizni kattaroq maqsadlaringiz bo'lsa, o'sha maqsad yo'lida ketayotganingizda yo'lda qo'shilib olsa, u boshqa masala. Lekin faqat maqsadingiz u qiz bo'lsa-yu, erishganingizdan keyin to'xtab qoladigan bo'lsangiz, unda baxtli hayot bo'lmaydi. deb o'ylayman men. Xuddi shunaqa bo'lganda menda. O'sha 2 yildan keyin borganman. Menda hech nima yo'q. Bitta oila boqa olaman, lekin menda hech nima yo'q. Mashinam yo'q, uyim yo'q. Nima? Va unaqa rich parents'im yo'q. Mana vision berganman. Maqsadlarim mana shunaqa. Maqsadim senga erishmasda. Maqsadim mana shunaqa. Etaplarni ko'rsatganman. Va shuni o'zi yetadi ayol kishiga. Siz masalan unaqa bir too handsome bo'lishingiz kerak emas. O'zi oxirgi paytlarda chiroy muhim bo'lmay qolishi shekilli erkaklar orasida. Vision bo'lsa yetarlicha, ha? O'zi har doim erkak kishi chiroyli bo'lish kerak degan narsa yo'q. Maymundan ajab tursa, endi bo'ldi degan narsa qanchalik qaraysiz? Shu maymun so'zini odamlarga solishtirish fikridan qarshiman, to'g'risi, unaqa aytmay qo'yaylik deyman. Ya'ni ayol kishi, erkak kishi chiroyli bo'lish shart emas degan fikr aytamiz. Bo'ldi. O'ziga qarab xunuk bo'lsin degani emas, bu albatta. Xunuk bo'lsin degan. Chiroyli bo'lish. Endi xunuk degan narsani men tushunasiz. Bu juda ham subyektiv narsa. Masalan, hammani Alloh taolo yaratgan va hammaga bergan husni bor. O'shani masalan to'g'ri ko'rsatish. To'g'ri. Boricha ko'rsatish. Ha, endi o'zgartirmasdan masalan yoki polish qilmasdan yoki undan ham kir qilmas, anaqa qilmasdan-da. Ozoda qilib, toza qilib, chiroyli qilib ko'rsatish masalan. Endi mana shu joyda mavzuni biroz o'zgartiramiz. Hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, kuzatuvchilar, biz G'anisherning shaxsiyatidan before and after, ya'ni turmush qurishdan oldin va turmush qurishdan keyingi G'anisher va jarayonda turmush qurishgacha bo'lgan holatdagi qarorlarini va bizga berilgan savolni qo'shib so'radim. Endi hozir buni professional qismiga o'tamiz. G'anisherning professional qismidan kim deb atadigan bo'lsangiz, IELTS 8,5lik, IELTS 9 ga journey qilish jarayonida har kunlik videolarni joylab borib, kattaroq auditoriyaga erishgan blogger, educator va bir vaqtning o'zida Celta holder hisoblanadilar. Bu degani bitta hozirgi holatdagi ingliz tili ustozi bo'ladigan bo'lsa, erishishi mumkin bo'lgan bir qancha yutuqlarga erishgan va havas qilishga arziydigan professional backgroundga ega inson. Ham offline, ham mana onlayn dars beryapti. Endi savol. Men ingliz tili ustozman. Darajam 7. 7,5 atrofida. Va men 10,000 ta auditoriyaga ega bo'lgan aktiv Telegram, Instagramda o'zimni blogimni yuritishni, o'zimni sekin-sekin sotuvlarimni qilishni va hozirgi daromadim $1000 atrofida bo'ladi va men offline dars bermayman deb tasavvur qilamiz. Va men 10,000 ta auditoriyaga chiqishim uchun menga timeline, step by step guidance eting. Birinchi sotuvimni qilib oldim va 100 ta o'quvchiga sotdim deb aytaylik. O'shadan orqaga qaytaylik. Qancha vaqt ketadi men o'sha B nuqtamga erishishim uchun? A nuqtami bildingiz? Endi mana shunaqa aytyapman, shu o'quvchi bo'lgan. A nuqta. 7,5 offline dars beradi. 10 million, 12 million oyligi bor. Bo'ldi. Endi bu yoqda o'sha bilmadim, balkim 8 yoki 8,5 olish kerakmi? 10,000 ta auditoriyasi bor. Yaxshi tajribali ustoz sifatida sotuvlarni amalga oshirdi va birinchi sotuvda 100 ta bo'ldi. Lekin ikkinchidir sotuvda 100 ta bo'ldi-da. Lekin shu 100 tagacha nima bo'ldi? Sotuv qilganmi shunda yo endi qiladimi? Hech nimani bilmayapman. Bo'ldi. 7,5 qarang. A nuqta 7,5 offline 12 million oylik. Bo'ldi. B nuqta bu. Bo'ldi, zo'r, tushundim. Xo'p, o'zi bunaqa paytda why degan savol berish kerak. Nimaga? Nimaga kerak unga auditoriya? Hamma narsa why savoli bilan boshlanadi. Men masalan nimadir qilmoqchi bo'lsam why deyman. Boshlanishda menda why'im nima bo'lgan? Blogim, Instagramni ochgan paytlarim, Telegramni ochgan paytlarim why degan narsa bu prosta protsessni ulashib borish degan narsa. Why? Chunki men nimadir o'rganmoqchiman. Why? Chunki men video editingni o'rganmoqchiman. Why? Chunki men mashhurroq bo'lmoqchiman. Bu yerda boyagi student who teaches publicly deb yotibdi. Bu yerda men offline ishlayapman, fokusim offline'da, lekin men bu yerda onlinedan daromad qilmoqchiman. How does it work? Does it work? I'm not sure if it works. Chunki yo online yo offline degan narsani tanlash kerak bo'lib qoladi. Oxir oqibat 100 ta o'quvchini siz yaxshi boshqarish uchun siz offline'ingizdan ancha voz kechishingiz kerak bo'ladi. Agar offline'da yaxshi ketayotgan bo'lsa, nima qiladi o'zgartirib? 10 million, 12 milliondan qoniqmayapti-da. 30 million topish imkoni bo'lsa, nimaga 30 million emas? Nimaga 100 million topish imkoni bo'lsa, nimaga 100 million emas?
Ular endi boshqa odamlar. Endi ular boshqa. O'sha odamda boyga Ular, bilasiz, ular qanaqa odamlar? Ular risk ola oladigan va high achiever odamlar. Ular tayyor buzib tashlayman deydi. Chiqaman, mediaga buzib tashlayman deydi. Confidence. Xo'p, steplari qanaqa bo'ladi? Bu odam birinchi o'rinda birinchi step qo'yish kerak. Piyoda ikki xil rivojlanishga ketish kerak. Birinchi shaxsiy rivojlanish, keyin kasbiy rivojlanish. Mana shu ikki xil rivojlanish davom etishi kerak. Ya'ni kontent qilishni boshladim, bo'ldi. Menda уже faqat fokus kontentda degan narsa emas, kontentga nimadir berishingiz kerak. Yana bitta narsa bor-da, auditoriya siz bilan birga rivojlanadi. Agar siz rivojlanmaydigan bo'lsangiz, auditoriya rivojlanmaydi. Mana qarang, hozir endi to'g'ri aytyapsiz, bu umumiy to'g'ri fikrlarni aytyapsiz, hech qaysiga qarshi chiqmayman. Lekin buni step by step aytganda, hozir siz qanaqa ko'rinishda unga tavsiya qilgan bo'lasiz? Qanaqa timeline olaylik, realistik? Nimaga men step by step aytmayapman bu narsani? Chunki bitta odamda o'xshagan formula ikkinchi odamda o'xshamaydi. Men prosta umumiy fikrimni aytishim mumkin, qanaqa boshlash mumkin? Prosta boshlash kerak, kontent qilishni boshlash kerak. Kimnidir masalan example sifatida olish kerakda, shuni copy paste qilish kerak boshida. Chunki boshqa ilojingiz ham yo'q. Siz masalan original contentlar qilaman desangiz ham, bu yoqda siz oldin kontent qilmagan bo'lsangiz, qayerdan topasiz? Mana shunaqa narsani o'zi ko'p protsess oladi, ko'p vaqt oladi. Odamlar oxir oqibat nima qiladi? Mayli, kontent keyinroq qilarman degan narsa bo'ladi. 7-7.5 mi? Bossin shu narsa bilan boshlasin, kontent qilishni. Instagramda kontent qilsin, Telegramda kontent qilsin. Instagramda masalan, men hozir mana qilsangiz auditoriya olib kelasiz deya olmayman. Chunki bu narsa o'xshab ketadi. 100 ta videodan bittasi o'xshaydi, zo'r bo'lib ketadi. Instagramingizda auditoriya ko'payadi. Tahlil qilish kerak. Instagramda, Telegramda boshqalar nima qilyapti? Mana shu nuqta yoqdi. Tahlil qilish kerak. Tahlilga mos o'zinikini, o'zini topish kerak. Masalan, menga narrativ bo'lish kerak. Da, qaysi biri menga tushadi? Qaysi birini men qila olmayman, masalan, men hozir zo'r mana bunaqa studiyalarda video ola olmayman. Buni sharoitim ko'tarmaydi. Men masalan $300-400 masalan studiyaga sarflagandan ko'ra, borib oilam bilan mazza qilib, masalan, dam olganim yaxshiroq. O'shaning uchun men telefon oldim. O'shanga kontent olish uchun. Aytmoqchi bo'lganim, hamma o'zining sharoitidan kelib chiqib, mana kimdir aytishi mumkin. Men masalan, Muxtasar opa bilan gaplashganimda, ular kontentingizni kvalitasini ko'tarishingiz kerak dedilar. Siz dedi, mana shunaqa keyin bitta videoga qancha ketadi desam, qanchadir dollar dedilar va men o'ylab qaradim. Xo'p, qilishim kerakmi? Qilishim kerak, lekin hozirmi yo'q, hozir emas. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha 7-7.5 o'qituvchi nima qila oladi hozir? Bitta narsa aytaman, tushunishinglar uchun bolalar, G'anisherni shu vaqtgacha hozir yonida emas menimcha 12 Pro'si bo'lgan. iPhone 12 Pro va 12 Pro'ni ham orqa kamerasi ishlamasdi-da. Oldi kamerasida video olardi va videolarni ko'radigan bo'lsanglar, mana bunaqa format bo'lib turadi. Lekin uni bu yerda eng muhim narsa skript ekanligini tushunasiz. O'sha videolarni success storiesini eshitgan holatda. Mana kecha yaqinda G'anisher 15 Pro Max oldilar. Buni ham men bu story nimaga aytyapman? Bu yerda ham aytyaptiki, o'zi ham kanalda bolalar, men 15 Pro Max oldim. Buni funksioni 17 Pro Max bilan deyarli bir xil bo'ladi, lekin hatto buni ham yangisini olmadim. Nima keragi bor? Chunki eskisini ham yangisi birga qilib bera oladigan bo'lsa. Menda bu mindset hozir o'sha men qachon yangi iPhone olsam boshlayman, qachonki men bunaqa qilsa boshlayman deb boshlamasdan kechirayotgan ustozlarga tegishli. Redmi bo'lsa ham boshlash kerak. Oddiy, juda ham oddiy telefon bo'lsa ham boshlash kerak. Chunki u it's not about the quality, it's about you. O'zingizni quryapsiz, bu yerda authentic bo'lish kerak. Men aytaman-da, masalan, tavsiya so'rashadi, masalan, kontent boshlashni nima qilishim kerak desam, birinchi o'rinda o'zingizda nima bo'lsa share qiling deyman. Boya esingizda bo'lsa, o'tgan safargi mitingda siz bilan juda tortishib qoldik shu narsa mavzuda, endi debate bo'ldi ozgina. Ya'ni qachon boshlash kerak kontent qilishni? Beginner holatda ham boshlasinmi deydi. Boshlasin. Nimaga? Chunki o'zini shaxsiy brendini bu tarafda shakllantirib, to'g'ri, buni orqasidan katta pul topmasligi mumkin, lekin o'zini potensiali qayergacha bora olishini ko'radi. Rostdan odamlar qabul qilyaptimi uni? Nimadan to'g'irlash kerak? Chunki publikka chiqish uchun siz baribir rivojlanishingiz shart. Baribir o'zingiz yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilasiz. Baribir hamda yaxshiroq ko'rsatgandan keyin o'zingiz bilan olishuv ketadi bu tarafda. Masalan, kimgadir shakar yema dedingizda, bu tarafda o'zingiz shakar yeb o'tiribsiz. Bu narsa sekin o'sha to'xta, men yeyapman. Chun unaqa sugarsiz bo'ldimi? Ha, sugarsiz bo'ldi. Chunki sugar qachondan boshladingiz? Qarang, bugundan boshlamiz. Boya obeddan boshlamiz, ha. Yo'q, mana bunaqa narsada yemayman emas, yeyman. Majburlashsa uydagilar. Okay. Unaqa paytda hozir, lekin jim boshlagandan keyin shakar umuman chiqadi. Jimga ham tiqib ketadi. O'zi bilasizlar, kim jimga so'rab tiqib ketadi-ku. Jimga boshlaganimizda uni qachon boshladik, kechadan boshladim, jimga ham turadi. Yo, boyga anaqa qaytamiz, ya'ni beginner bo'lsa ham boshlasin deganlar. Mashhur o'rganib aytib ketaman.
boyagi masala lekin ostan man yana aytaman kameraga qarab o'rtoqlar man u narsa haqida sorry man u narsa haqida qanaqadir framework bera olmayman. Chunki kimgadir o'xshagan narsa, masalan, Muxtasar opadan so'rasanglar, videograf topinglar, unaqa shunaqa premium qualitydan qilinglar deydi. Ammo mendan so'rasanglar, qana telefoning, qani menga ber, siniqman bos. O'xshamasa ham bos, xirami bos. Hozir boshla deyman. Mana mashitda o'tirib men videoga olib beraman uni. Mana mashitda o'tir, nimani bilasan? Beginner to be'ni bilasan, bo'ldi, boshla gapir. Olaman, hozir qo'yib yubor. Bo'ldi. Men mashtaqa. Telegram, Instagram keturadi shunaqa. Chunki har kuni 1% improvement degan narsa bor. Men sizga aytganman bu narsani. 1% improvementni men endi bu kitobni ko'pchilik klishe qiladi. Ya'ni uncha kitob emas yoki bu kitobni o'qigan odam mashinnik deb ketadi. Atomic Habits men hayotimni o'zgartirgan. Agar ichidagi principle ishlatadigan bo'lsangiz, why not? 1% better degan narsani men miyamga singdirib olganman. Bitta post yozdingiz, keyingi postingizni yozayotganda bu o'tgan safarga qaraganda qanaqa yaxshiroq qilsam bo'ladi. Tahlil, reflections. Juda ko'p aytganman buni sizga. Reflections. Hayotimni reflect qilaman. Kechagi kunim qanaqa bo'ldi, bugun kunim qanaqa 1% yaxshira olaman. Kechagi darsim qanaqa bo'ldi, bu safar qanaqa 1% improve qila olaman. Prezentatsiyamni yaxshi olaman, boshqa narsani, kontentda ham. Masalan, o'tgan safar mana bunaqa bo'lganda, orqa fonim mana bunaqaroq bo'lib qolibdi. Bugun shuni salgina yaxshi olaman. Bittada masalan fail bo'ladi odam. Bittada zo'r qilaman desa, bittada hamma narsani cho'tki qilaman desa fail bo'ladi. Mana mashina men o'zi fikringizni qarshi chiqqan paytimda, ya'ni boshlaverish kerak, hali tayyor emas bo'lsa ham o'zini tayyorman deb turib konteksti emas degan holatda kontekst orqasida bo'lgan 1% o'sish degan narsa bo'lgan va buni ana shu qilgani uchun ham keyin men bildim, nimaga bunda o'xshadi degan savolga javob. Lekin agar siz bunda shunchaki endi boshlamoqchiman desa, prosta qil deydigan bo'lsa ham bo'lmaydi-da. U doim bir xil qilib rezultat ko'rmagandan ham keyin bor-ku, baribir ham eng kam xarajatda qilayotgan taqdiringizda ham intellektual mehnat qilayotganligingiz uchun va uni qaysidir ma'noda sizga qanaqasi bo'lmasa, return bo'lmasa, misol uchun qilmaysiz-da. Demak, meniki emas ekan deb qo'yadi. Chunki bu yerda anaqa bor-da, u yoq tarafi ham bor. Men o'zimni YouTube'imni aytaman, nimaga men YouTube yaxshi ko'rib qolganman desa, va boshqa platformalarga qaraganda YouTube menga hech narsa bermasa ham men roziman-da videolarimni, podkastlarimni qo'shishga. Va Xudoga shukr yaxshi bo'lgan. Birinchi qo'ygan videomizda o'zimga qo'ygan kutubim nima bo'lgan? Maksimum, lekin bu hali o'zim uchun fenomenal bo'lgan-da. Mana shunaqa bo'lib ketsa-chi xayolimdan o'tkazganman. Nima desangiz, 10 mingta bo'lishini. YouTube'da qo'ygan videomiz bilsangiz, 30 nechidir minutlik katta video-da. 10 mingta bo'lib ketsa men uchun bu eng oliy maqsad bo'lgan. Birinchi o'zim o'xshasa endi zo'r bo'lardi. Bir mana shu 6 oy ichida bo'lib qolarmikan, bilmasam deganman-da. Lekin biz o'sha keyingi videoni olgunimizcha 30 mingdan oshgan. Mashalloh. Va o'shandan keyin bo'ldi, YouTube yaxshi ko'rib qoldim. Lekin u yerda YouTube yaxshi ko'rib qolishim yoki o'sha videomizni birinchisining o'ziyoq yaxshi bo'lishining sababi nima bo'lsa, o'rganish, ozgina tayyorgarlik ko'rish. Har bitta, mana misol uchun biz YouTube'ga dangasalik bo'yicha video qilganmiz, lekin dangasalik bo'yicha nechta odam video qilgan misol uchun? Ko'pchilik qilgan. English content desa, men nima qilganman desa, hamma dangasalik bo'yicha videolarni ko'rib chiqib, takrorlamasdan, bitta gapni qaytarib qo'ymasdan, o'zimni frameworkimga tushirib qilganman. Bu yerda original content bo'lgan shunda. Stil qilganmi? Hammani gapirayotgan gaplari o'rganilgan. Umumiy nima haqida ko'p gapirishyapti? Qaysi bir misol uchun yaxshi bo'ldi. O'rganib chiqqaningizdan keyin bu yoqda men ozgina science-ni qo'shib, scientific approach bilan yondashib berganman. Misollarimni ham originallashtirib. Ana bu yerda yaxshi bo'lgan. Shu videoga tayyorgarlik jarayoni muhimligi. Agar men shunda chiqib olib, dangasalik haqida gapiradigan bo'lganimda edi, o'zimdan bilib xohlagancha fikrimni bir bundoq taxlab olmasdan, unda bo'lmasdi. Keyingi videoim katta ehtimol bilan olmasdim, chunki YouTube qimmat. Bitta videoga sizga ko'proq xarajat ketadi. Xuddi shunga o'xshab, bu narsani boshqa platformalarda ham qilib ko'rsa bo'ladi. Misol uchun Telegramda olsiz, boshla, tubini tushuntirdi olsiz. Hozir Telegramga bitta ustoz kirib, 9 bo'lmaydi, maylsa kontent qilaman, tekin dars utaman deydigan bo'lsa, odamlar nima kiraman deydi san darsingga. Nima san darsingga kirishim kerak deydi. Anta, misol uchun G'anishar ham dars o'tyapti. Anta Abdurazzoq ham dars o'tyapti. Anta Sirojbek ham dars o'tyapti. Bu yerda borgan sari market saturated bo'lgani uchun sizni boshqalardan ajratib turadigan joyi kerak-da va qaysidir ma'noda yangi auditoriyani oqimi bilan aktiv bo'lib turadigan bo'lsagina bo'lishi mumkin. Lekin shunchaki siz bu yoqqa kontent yuklab borsangiz, odamlar share qilib oldingi birinchi siz mana 2021-yilda boshlaganingizga o'xshagan holat emasdi. Ya'ni ozgina tayyorgarlik bo'lishi kerak deb men argument berdim. Chunki kontekst bilmasdan. Sizni kontekstingiz nima bo'lyapti? Qo'yasan va
jarayonda rivojlantirib keyingisiga reflection qilasan deyapti. Ko'pchilikda shu reflectionning yo'qligi va prep jarayonining yo'qligi fail bo'ladi. Yoki umuman boshlashmaydi. Endi siz aytayotgan mana YouTube konteksti bu next levelda уже. Buni man masalan hozir man o'rgansam bo'ladi bu narsadan. Lekin siz aytayotgan auditoriyaga bu mos kelmaydi. Qanaqa prep bo'lish kerak? Prep qilaman desa u odam aniq boshlamaydi. Prost boshlash kerak. Men o'sha narsa aytaman-da. Boshlab bo'lgandan keyin o'zini tahlil qilish kerak. O'sha gap, reflection qilish kerak. Nimani to'g'ri qildim, nimani xato qildim. Mana qanaqa odamlar masalan men kuzatyapti. Endi oshirishga keladigan bo'lsak, ishoning 2021da ham, hozir ham va keyin ham muammo bo'lmaydi deb o'ylayman bu narsa. Chunki o'sha yo'lni o'zimiz bosib o'tgan odam sifatida masalan har xil holat bo'lgan. Men o'zimni comparison qilib qayta mana Sirojiddin aka boshqalarga compare qilib, masalan, men to'xtatib qo'ygan paytlarim ham bo'lgan. Nimaga ularda o'xshayapti-ku, menda o'xshamayapti. Shundan keyin masalan, o'sha payti 7000, 8000 taga tushib qolganda auditoriyam va hozir mana 20 mingdan oshdi, 30 mingga yaqinlashib qoldi. Aytmoqchi bo'lganim, yo'llari juda ko'p. Prosta sinab ko'rish kerak. Nima o'xshash, nima o'xshamasligini bilmaymiz. Men IELTS 9 challenge-ni masalan nima uchun boshladim? O'zimni komfort zonamdan chiqish uchun boshladim. Boshda ham aytganman bu narsani. Qarasam, o'quv markaziga boryapman, kelyapman. Sug'ur kuni bir xil o'quvchilarga, bir xil holatda, bir xil xonada, bir xil joyda dars o'tyapman. Men bir xillikni yomon ko'raman. Bir xil joyda qotib qolish men uchun bu o'lim bilan tengda. Ya'ni menga o'zi qo'yilish boshlaydi. Something is wrong. G'alati bo'lib qoladi. Menda bir xil hayot ketadigan bo'lsa, g'alati bo'lib qoladi. O'shaning uchun nimadirlar boshlab turishim kerak, nimadirlar yangilab turishim kerak, nimadirlarni masalan improve qilib turishim kerak-da. Endi bu kontekstga nimaga kelib qoldik? It's about really wanting to change. Agar masalan Telegram boshlamoqchi, maqsadi bor, pulini ko'paytirmoqchi. Boshlaydi, protsessda improve ketaveradi, natija sirazi kutmaydi. 1 oy kontent qilsin, 2 oy kontent qilsin, masalan odamlardan maslahat so'rasin. Sizga masalan chiroyli qilib yozadigan odam shunaqa zo'r mijoz ekan, men sizni mana bunaqa taniyman, mana bunaqa postlaringizni o'qiganman, mana bunaqa nimalar. Sizni birinchi sizni tanishini, sizni kuzatishini aytayapti-da. Lekin keyin men bu yerda bitta kanal ochgandim aka, mana shuni bitta ko'rib, ko'p vaqtingizni sarflash shart emas, 2 minut. Shundoq bitta qarab, nimani to'g'rilashimni ayting aka, men to'g'rilayman, sizni shogirdingiz bo'lib qolaman deb yozadigan bo'lsa, siz hech bo'lmaganda 5 minut qarab o'sha odamga qiziqish bildirasiz. To'ppa-to'g'ri. Va kerak bo'lsa, sizni shunchalik muxlisingiz ekanini ko'rib, siz bu tarafda uni kanalni reklama qilib berishingiz mumkin-da. Sizga o'xshab hozir gaplashib o'tiribsiz, bitta bola shunaqa qilib. Exactly. U bola ham o'zimizni IELTS Hub'dagi bola. Ismini aytmayman, reklama bo'lib qoladi. Jazozam. Hata o'ziga o'zi. Agar misol shu bola sizga bookshopingizdan kitob olganda, u bizni Lovely bookshopimizdan kitob oldi. No, aytmoqchi bo'lganim, yo'lini topish kerak, harakat qilish kerak. Nima deysiz endi? U unaqa bitta chizib berilgan yo'l yo'q. Hamma narsa sinab ko'riladi, o'xshaguncha sinab ko'riladi. Kimdadir nimadir o'xshaydi, kimdadir nimadir o'xshamaydi, lekin o'sha odam peshonasiga onlayndan daromad topish yozilgan bo'lsa, qiladi ham shu. Agar yozilmagan bo'lsa, endi u nima qiladi uni? I don't know. Lekin iloji yo'q narsani o'zi yo'q deb o'ylayman baribir. Mana birinchi sotuvingizni qildingiz. Ha. Qaysidir ma'noda successful bo'ldi. Har holda kutuvlaringizdan yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Chunki baribir bilamiz, minimum kutuv qilasiz. O'zingizga o'zingiz real kutuv qilmayman. Real kutuv qilmaysiz, zo'r. Va qancha oshgani sari bu yog'i bonus. Va buni by product bo'lgani sababi orqada sizni Instagramingizni rivojlanganligi, chirgansiz rivojlanganligi bo'ldi. O'zini tutishingizda o'zgarishlar sezildimi? Yozuvlik kasaliga o'xshagan narsani subconsciously sezmayapsizmi? O'zingizning o'zgarganligini, o'zingizni boshqalar bilan munosabatlarda o'zgarganligingizni sezmayapsizmi? Qaysi ma'noda? Yomon tarafdan. Yomon tarafdan. Instagram ko'tarilgan, Telegram ko'tarilgan. Oh my gosh, it's nothing. No. Prosta o'zingiz qanaqa hikoya aytasiz, o'sha o'sib o'tganini ko'rib va atrofingizdagilarning nisbatan o'zgarganligini qanday sezasiz va nimalarni his qilasiz? Atrofimdagi yoki mana qaranglar, bitta narsa aytaman. Bu aytaylik G'anisherni kanali misol uchun 28 mingta bo'ladigan bo'lsa, men o'shani ko'rganimda, siz sotib o'qigan paytingizda 1106 ta odam o'tirganini men ko'rdim. Bilmayman bu pikmida yoki pastga tushib qolgan paytda shunaqa bo'ldi. Men bundoq qarab qolganimda 1100 ta odam o'tiruvdi-da. Va bu 28 mingtalik auditoriyaga konversiya juda yuqori degani. Zo'r degani ya'ni. Chunki 100 mingta auditoriyasi borlarda ham 400 ta 500 ta o'tirganini ko'ryapmiz sotuvlarda va o'zi 400 ta 500 ham yaxshi deb hisoblaydigan bo'lsak, sizdagi 1000 tani bo'lishi
2 barobar, 2,5 barobar ko'p degani va bu aktiv jihatidan yuqori degani. Xo'p, endi aktiv yuqori bo'lishi, auditoriyani sizni har kuni ko'rganligi uchun ham loyalligini yuqori bo'lganligi sizga ustunlik beradi. Va bu ustunlik qaysidir ma'noda o'zingizni solishtirayotgan paytingizda boshqalardan yaxshiroqligingizni his qilishga sababchi bo'ladi. Va bu endi sizga subconsciously ta'sir qila boshlaydi. To'g'ridan-to'g'ri behavioringizga emas. O'sha orqa men bundan yaxshiroqman degan narsami? Ha. Xo'p. Qiziq savol, juda ham qiziq savol. Men qanaqa odamlarga havas qilaman bilasizmi? Milliarder bo'lib ketgandan keyin ham masalan 100 talab mashinasi bor, 100 talab uylari bor, libboy joyga, libboy narsaga qo'l yetadi-da, lekin oldingizda shunaqa kamtar, shunaqa bir inson, qanaqa desa bo'ladi, bir o'rtoqdek gaplasha olasizda. Masalan, ba'zi odamlar ko'tarib ketgandan keyin yoniga odam yaqinlashtirmaydi, naryoqda tur degan narsa. Bunaqa odamlarga havas qilmayman, yomon ko'raman bunaqa odamlarni. Masalan, bu odam bunaqa nimani men kimda ko'rganman bilasizmi? O'zim shaxsan ko'rganim uchun, shaxsan ko'rishganim uchun Aziz akada ko'rganman. Aziz aka Rahimovda ko'rganman. Qanaqa narsa bo'lgan? Ulardan men maslahat so'rashga borganman. Ular o'sha payti qanaqadir darsda bo'lgan ekanlar va chiqa olmadilar. 1 soat kutib qaytib ketganman va menga SMS yozyaptilar. Uzr, bugun kelgan ekansiz, sizni ham ovora qildim. Siz menga joyiz yeting, men o'zim boraman bu safar mitingga deyaptilar-da. Yo'q, aka, unaqa emas dedim. Men boraveraman dedim, hech qisi yo'q dedim. Ya'ni shunaqa hurmat ko'rsatyaptilarki, masalan, endi bu safar masalan endi biz yozish mumkin edi-ku, masalan, kelibsiz ekan, uzr, vaqtim yo'q edi, unaqa ertaga kela olasizmi deyish mumkin edi-ku. Ular shu narsani make up qilish uchun masalan boraman, siz joy yeting deyapti. Yo'q, aka, boraman dedim. Keyin borib gaplashdim. Va qalaysiz deb to'g'ri. Masalan, siz qana men bilan muloqot qiladigan bo'lsangiz, ular ham men bilan birinchi marta ko'rishsalar ham muloqot qilyaptilar. Baribir ular men uchun rol model hisobidagi odamda. Shunaqa odamlarga havas qilaman va shunaqa odamlarga o'xshashga harakat qilaman. Menimcha bu sizga ta'sir qilmaydi, ya'ni hozirgi holatda. Ta'sir qilmaydi unaqa narsa. Instagram 100 ming, 1 million bo'lgan taqdirda ham masalan, men oddiy odam bo'laman, chunki bu narsalar qo'lingizdan ketib qolishi mumkin. Instagram o'chib qolsa-chi, Telegram o'chib qolsa-chi, Telegram O'zbekistondan chiqib ketsa-chi, masalan, yoki masalan $1 million pulga chiqdim, $1 million pulga kapitalga chiqdim, yonib ketsa-chi, yo'q ketsa-chi, to'g'rimi? Baribir oxirida o'zingiz qolasiz. O'sha, ya'ni men status yoki men nimani materialistik narsalarga attach qilmayman. Tushunarli. Hozir siz meni loyihalar quraman deyapsiz, umumiy sizni kuzatayotgan odam siz bilan birga o'sishi tarafdorisiz, shunda to'g'rimi? Va atrofingizdagi komandani qurishga bo'lgan e'tibor va jarayonda ularni ruhlantirishda vision sotaman dedingiz. Sizni o'zi visionlaringizni inspire bo'lishga, ya'ni qurilishiga ta'sir qiladigan to'g'ridan to'g'ri insonlaringiz bormi, doimiy suhbatlashib turadigan? Sizga mentorlar. Menga vision beragan deysiz-da. Mana hozir Aziz akani aytdingiz, tushunishim bo'yicha Aziz aka bilan bir martaga uchrashgansiz xolos va odatda kuzatib turasiz podkastlarni, misol uchun. Umumiy, ya'ni tashqaridan xayolingizda rol model ko'rinadilar, lekin to'g'ridan to'g'ri borib maslahat so'ra olmaysiz. Chunki har doim ham vaqtlari yo'q. Va misol uchun shogirdlar emassizda, sizni kuzatuvchilarsiz, misol uchun. Lekin siz shogirdim Alisher deydigan ustozlaringiz bormi? Bitta ustozim bor. Haqiqatdan meni hayotdagi rol modelim, meni shunaqa darajaga yetishim uchun katta sababchi bo'lgan odam. Bu ustozim meni birinchi marta ingliz tilini o'rgatgan. Sattorbek Yo'ldoshev degan inson. Ular hozir prezident maktabini direktorlari, Xorazmdagi prezident maktabining direktorlari va ular bilan xuddi boyagi narsa. Ular bilan xohlagan payti, xohlagan holatda gaplasha olaman. Chunki ular, mana bilasizmi, odamlar qaysidir endi bilmadim bu gapni aytish to'g'rimi, noto'g'rimi, lekin direktorlar yoki nimalar, masalan, kattaroq lavozimdagi odamlar baribir siz bilan har doim accessible nima bo'lmaydi-da. Ular sizga masalan har doim distance saqlaydi sizdan. Ustozim masalan men kutgandim, ular ham direktor bo'lganlaridan keyin distance saqlasalar kerak, men bilan ham salanu. Unaqa narsa bo'lmadi. Juda ham samimiy. Hozir qancha muddatda bir gaplashib turasizlar u kishi bilan? Ular bilan yilda 1-2 marta. Shuni o'zi yetadi. Energiya olaman ulardan. Misol uchun siz ya'ni qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Borib turib,
o'sha oldingi suhbat bilan hozirgi suhbat orasigacha up to date bularga tushuntirib berasizmi yoki to'g'ridan to'g'ri savollar so'radim. O'sha jarayon qiziq. U narsaga o'tmadim to'g'risi. Ya'ni ustoz shogird deganda man hali ustoz topolmadim, unaqa hayotiy ustoz, ya'ni doimiy suhbatlashib turadigan, update'lar berib turadigan. Ustozim bilan masalan ko'rishib yo yozishib turamiz. Bu ham bir yilda 1-2 marta bo'lishi mumkin. Asosiy menda nimada olaman bu visionni, qayerda olaman desam, kitoblar orqali. Ustoz bo'lmagandan keyin masalan kutib o'tirurmiz-ku, qana ustoz bo'lsa edi, qo'limdan ushlab olib borsa edi, nimadirlar o'rgatsa edi. Kutib o'tirurmiz-ku, kitob o'qiyman, podkast eshitaman. Siz eshiting podkastlarni, men ham eshitaman. Va u podkastlarga men reflection qilaman. To'xtaman, bu yerda mana bunaqa deyapti. Pattern recognition. Pattern bo'ladi-ku. Masalan, siz marketingda nimadir o'xshayotganini ko'ryapsiz. To'xta, nimaga shuni darsimda qila olmayman? Marketingda bu mijozlarni attract qilyaptimi? Demak, meni o'quvchilarimni ham attract qilishi mumkin menga. Ya'ni qaysidir ma'noda bitta joyda ular trik ishlatyapti, siz shuni darsingiz orasida o'quvchilarning attentionini o'ziga jalb qilish uchun ishlatyapsiz. Pattern recognition. Masalan, men startup bo'yicha ba'zi narsalarni ko'ryapman-da, to'xta, nimaga men shuni startup jamoa qurishdagi narsani ko'rib, nimaga men shuni teaching jamoa qurishda ishlata olmayman? Pattern. Aytadigan bo'lsangiz, juda ko'p narsalar men hayotimda o'sha patternlardan kelib qolgan. Mirjalol, masalan, siz mana bunaqa qilyapsiz-da. Dars o'tyapsiz, teaching mentorshipingizda siz bitta sistema qurdingiz. Qaradim, to'xta. Xo'p, Mirjalol qilyapti shu narsani, men startapimda qilsam bo'lar ekan. Yoki men Mirjalol mashq qilayotgan narsani men bu o'zimni komandamda qilsam bo'lar ekan degan narsa bu. Still like an artist. Ko'rdinglarmi, bizani ham reklama qilib ketdi. Sure. Zo'r. Hozir sizda demak men o'zim butun hozirgi suhbatni bitta analiz qiladigan bo'lsam, boyagi reflection degan habit har doim aytilyapti. Bu sizga core sizni o'zgartirishingizga yordam bergan, demak, habit. Endi bu habitni shakllantirish uchun aytaylik, step bormi? Men reflection qilmayman deb aytsam, siz menga nimani tavsiya qilasiz reflection qilib yuradigan odamga aylanishim uchun? Tushunasizmi, shu narsani o'zi ham katta narsa, qiyin narsa. Reflection qilish bu chunki miz ishlatishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa uchun. It's funny but rostdan-da, kim masalan hozir chuqur o'ylab o'tirgisi keladi? Ishlari ko'p. Chuqur o'ylab o'tirgisi keladi. Bu narsani men yozishdan boshlaganman, journalingdan boshlaganman. Journaling prosta kunda nima bo'lganini yozardim. Qachon? Ertalab, kechqurun farqi yo'q. Farqi bordir. Endi buni sistema qilib tashlaganman-da men. Masalan, haftalik reflectionlar bor, oylik reflectionlar bor, yillik reflection. Agar har kuni qilsangiz nima aloqasi bor haftalik, oylik, yillikka? Haftada nimaga erishdim? Bir hafta davomida nimaga erishdim? Keyingi haftamni men qanaqa boshlashim kerak? Bu narsani consistent bo'ladi deb aytolmayman. Masalan, qaysidir periodda menda odat shakllantirishim uchun yozganman shunaqa qilibdi. Har kuni yozardim. Keyin haftada masalan big goals, ya'ni big achievements. Hafta bo'yida men bu narsani qildim. Endi keyingi hafta men ularga e'tibor bersam bo'ladi. Bu narsa menga qachon vaqt qolgan? Bu narsani men bir paytda o'sha offline o'quv markazidan chiqib, men o'zim alohida ishlashni boshlaganman. O'sha paytda menda qanaqadir yordam bo'lmagan, menga yordam berib turadigan, professional yordam beradigan yoki financial yordam beradigan hech kim bo'lmagandan keyin men bitta o'zim qolib ketganman va bitta o'zim o'sha narsalarni shakllantirganman. Reflection. Men bu narsani stoiklarda o'rganganman-da. Ya'ni stoik diary degan shunaqa adashmasam bitta vrach chiqadi, yuguradigan o'sha Daily Stoic. Daily Stoic kitobini yozgan odam-ku. O'sha odam reflection qil degan narsani ko'p ko'rganman, eshitganman. Keyin qanaqa bo'lar ekan bu deb o'sha mana ko'rganman. Men o'zimni anaqamni aytadigan bo'lsam, hech kim so'ramayotgan bo'lsa ham iPhone'da Journal degan app bor-da. O'sha Journal degan appni o'zida kiradigan bo'lsangiz, siz doimiy ravishda anaqalaringizni yozsangiz bo'ladi, misol uchun. Telefon bo'lmaydi degan tavsiya qilmayman. Telefon ta'sir. Menga nimaga bu yoqdi deydigan bo'lsangiz, bu yerda men xotiralarim, misol uchun mana G'anisher bilan uchrashgan kunimizdagi nimalarimiz tam new opportunity, new collab bo'lgan, keyin bu fail collab bo'lgan, xullas reflection. Aytmoqchi bo'lganim, telefon distraction bo'lishi mumkin-da. Baribir telefonga nimaga kiramiz? Asosan distraction bo'lib qolgan-ku telefonga kirish. Siz hozir telefon ochgandan keyin Telegram, Instagramga umuman kirmaysizmi? App qo'yasiz. Yo'q, men o'zi journal qilishga vaqt qancha ketadi deydigan bo'lsa, meni кейsimda 15 minutdan oshmaydi-da, tushunyapsizmi? Yozish jarayoni. U yerda yana yaxshi tarafi bor, golos qo'ya qolsa ham bo'ladi, chiq. Voice yoqib, o'sha kun uchun xotiralar qiladi. Rasmlari kerakli holatdagi ko'rinishda qiladi. Endi bu elektron ko'rinishi, hammaga buni qilsa zo'r bo'ladi deyilmaydi, chunki asosan yozgan jarayonda anaqa shu yozishni o'zi fiziologik tarafdan bu yordam beradi insonga chiqarib olish uchun. Ya'ni sizniki afzali.
Bu bitta misollardan bittasi edi. Alternative. Ha, alternativa. Hozir meni tushunishim bo'yicha bitta o'sha habitingiz sizni butun hayotingizni jabhalarni o'zgartirishga sababchi bo'libdi. Ha, Sharman qarang. Sizda hayotingizni o'zgartirgan bitta katta yutuqlardan bittasi bo'lgan va doimiy qiladigan ishingiz bu reflection deb Yes. qabul qilamiz va reflection atrofida barcha hayotingiz qurilganda va endi savolim controversialroq bo'ladi. Hop. Kris Williamsondan so'raydigan savol bor bilsangiz, aytadiki, agar auditoriya katta ekranlarda sani hayoting real time'da kino sifatida qo'yilayotganda butun auditoriya senga nima deb baqirayotgan bo'lardi deydi. Ya'ni misol uchun anu qahramon, anu do'stingni bu kerak emas yoki amtga qilmaysanmi, hamma ishga topshirishing kerak edi deb aytamiz-ku kinoda qahramonlarga nisbatan qaysidir kinoga ko'rayotgan mana qilishing kerak edi. Chapga yur deb turyapsiz-ku. Lekin uni qahramon bilmaydi, ssenariy bo'yicha ketaveradi. Tasavvur qiling, o'sha sizning hayotingiz real time'da ketyapti va butun auditoriya sizni ko'rib, "Manaqa" deb hamma baqiryapti. O'sha nima bo'lgan bo'lardi? Rostdan juda chuqur o'ylantiradigan savolingiz ekan bu. Men buni o'ylab ko'rishim kerak, chunki hayotda har xil stejlar bor-da. Hozirgi stagingizda. Hozir, Real time'da aytyapti. real time'da, hozirmi? Tasavvur qiling, kinoteatrda sizni hayotingiz kino ko'rishga ketyapti. Hozir ham podkastni ko'rishyapti, siz borligingiz uchun tasavvur qiling, auditoriya o'tiribdi-da, va auditoriya baqiryapti. G'anishir, men bunaqa deb aytishing kerak edi hozir. Biz senga bunaqa baqiryapmiz deyapti. yoki umumiy holatda sizni hayotingizni ko'rib turib, "Men bunaqa qilishing kerak edi" deb turib bitta aytyapti. Va bu sizni o'zingizga o'zingiz qanchalik reflection qilishingizdan kelib chiqadi buni javobi va umumiy boyga aytayotganingizdek pattern qilayotgan xatoyingiz yoki qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilmayotganligingiz. Bu insonning o'zi uchun ham yaxshi, reflection uchun savol. Xo'p. Keldi. Menimcha odamlar nima deb baqirayotgan bo'lardi? Ota-onang bilan ko'proq vaqt saqla va ularga e'tiborliroq bo'l deb aytgan bo'lardi. Chunki ish, o'qish, boshqa sabablar bilan men ota-onam bilan juda kam gaplashaman. Haftada 2 marta, balkim 1 marta, balkim 2 haftada 1 marta. Bu narsa o'zim oqlamayman. O'z bizada ota-onam bilan baribir barrier bo'lganda, distance bo'ladi-ku baribir oldindan. Xorazmda balkim shunaqami? Ya'ni bu culturega ham bog'liq bo'lsa kerak. Unaqa ham ochiq bo'lmaganmiz-da bir-birimizga. Lekin hozir his qilaman baribir ota-onamdan ko'proq xabar olishim kerakligini, ularni xursand qilib turishim kerakligini. Ular ham masalan menga nimadirlar kerak deb ayta olmaydi-da. Aytmaydi haligacha masalan, "Oyi, dada, men normalniy pul topyapman. Aytinglar nima kerak desam, kerak emas" deyshadi. Hech nima kerak emas deyshadi. Sharoitlarida nimadir yetmayotgan bo'lsa ham o'shani menga aytishmaydi. Men bilmayman masalan ularga nima kerakligini. O'zim majburlab, yaqinda masalan dadam kasal bo'lib qolibdilar, u narsani dadam aytmadilar-da. Shu jiddiyroq, baribir qiyin bo'lgan, vaziyat bo'lgan. Aytmadilar, ammam aytayaptilar u narsani menga. Bilmaganman. Unda ham ammam o'zimga telefon qilib, "Yaxshimisan?" deb mendan hol so'rab, keyin vaziyatni bilib, menda hammasi yaxshiligini bilib, keyin aytayaptilar. Menda mana shunaqa ayash bor. Ota-onamni, qarindoshlarimni orasida mana ayashadi qanaqadir. Bular hali endi rivojlanyapti, bular harakat qilyapti. Nima bo'ladi? Bularga og'irligimiz tushmasin degan narsa bor-da. O'sha narsani menimcha auditoriya hozir baqirayotgan bo'lardi. Inson yaramas deyotgan bo'lardi balkim. Qil, ota-onaga e'tiborliroq bo'l. Baribir siz ota-onangizni bu yoqqa Toshkentga olib kelib yashaysiz bo'lmaydimi? Olib keldim. Ular unchalik ham bu yoqqa ko'nikisha olmadi. Juda ko'p ularga ham stress bo'ldi, menga ham stress bo'ldi. Chunki ular bu yoqqa o'rgangan odamlarda birinchidan domda yashash olmaydi. Buvim bor. Ular uzoq bo'lsin, 80 ga yaqinlashganlar. Ular masalan domga kirib chiqish, zinadan chiqib tushish og'irroq bo'ladi. O'shaning uchun ota-onam bilan shunaqa narsaga kelishdikki, shu baribir u yoqda bo'lishadi, lekin men xabar olib turishim kerak degan narsa bo'ldi. Lekin uni ham qo'llat qila olmayapman. Endi menimcha life hack bo'lardi o'zingiz uchun. Kundan qaysidir vaqtni belgilab, doimiy telefon qilib, sekin-sekin o'zingiz o'rgatasiz. Ularni ham sizni xabar oladigan farzand sifatida o'zgarganingizni bilishlarini bildirasiz. Keyin imkon qadar, men o'zim tushunishim bo'yicha, men ota-onam bilan birga yashayman, davom birgamiz. Uchun o'tgan muammo menga hozir qorong'u. Bilardim qachonki agar men
O'zim bir Abdurazzoq bilan yoqda yashagan paytimizda Ha. u paytda siz aytayotgan muammo menga ham tanish bo'lardi. Orada borolmay qolardim yoki telefon qilolmay qolardim. Yaxshiman-ku, sizlar yaxshilar bo'ldi deb. Hozir birga bo'lganimiz uchun boshqacha masala. Endi yaxshi bo'ladi, misol uchun nechidir imkon bo'lsa bir haftada bir marta. Endi baribir yo'l uzoq, lekin shuni ilojini rejasini qila olsangiz yaxshida. Doim xabar olib tursiz. Chunki mana menga bitta zo'r anaqa bo'lgandan keyin ta'sir bo'ldi-da. O'sha Dario CEO'da ham kalkulyatsiya qilib chiqarib beradi-da. San deydi ba'zi insonlar bilan suhbating nechta qolganini bilmaysan deydi. O'rtacha yoshini hisoblaydi-da. To'g'ri. Otang bilan suhbatlaring necha marta bo'lishi mumkin bundan buyog'iga deydi-da. Yoki yana ham o'zgartiradi. Bobong bilan buving bilan suhbating. Misol uchun, deylik, yana sanda 10 ta yacheyka qolgandir deydi. Bugungisi bor, yana 9 ta qoldi deydi. Shu 9 taga hali ulgursanmi yo'qmi bilmaysan ham deydi. Endi sanab ko'rsa yacheykani. Yuragim orqaga tortib ketdi hozir shu gapingizni eshitib. Esladim o'sha narsani. Dario Siyoda aytadi rostdan shu narsani. Rostdan bilmaymiz ota-onamiz bilan yoki buvimiz, bobomiz, yaqin insonlarimiz bilan yana necha marta gaplashishimiz balkim qolmagandir. We don't know. Shu yoqdan chiqib, I don't know. Right? Bilmaymiz taqdirimizga necha kun umr, necha yil yoki bilmadim. Biz o'ylaymizki, xuddi ota-bobolarimiz ko'rganmiz-ku 60-70 yoshda, ha? Biz ham shundan yoshini o'ylaymiz-da, qanaqadir standartlashtirib olganmiz o'zimiz uchun. 70 yoshimga kirganda yoki 80 yoshimga kiraman menimcha deb. Bilmaymiz necha yoshda, hozir yoshiga qaramayapti-ku. O'zi har doim ham yoshiga qaramagan. Right? Har xil ofatlar, har xil nimalar bo'lyapti. Yaxshi nima qilish kerak, niyat ham qilish kerak, lekin baribir ham bu narsa taqdirga yozilgan umr. O'sha joyda men bitta narsani o'yladim, o'sha ota-onamga rostdan e'tiborliroq bo'lishim kerak. Aytayotgan gapingiz to'g'ri 100%. Sekin-sekindan moslashtirib borishim kerak. Chunki meni hali beri menimcha unaqa katta inson sifatida qarashmaydi deb o'ylayman. Baribir o'rtalayda qolib ketganman. Na, masalan, katta inson deb aytisha oladi. Chunki hozir necha yoshdaman? 22 yoshda bo'ladigan bo'lsam, ota bo'lganman. Na, men anaqa 25-30 yoshdagi odamman. Na, bir yoqda 18-17 yoshdagi bolaman. O'rtada. Qaysidir narsalar menda ertaroq bo'lgani uchun menda tashvish, ya'ni tashvish emas, qanaqa, oila mas'uliyati ertaroq tushib qolgan. Lekin bu degani baribir menda ham crisis bo'lyapti hozir. Ya'ni o'rtalikda qolib ketganman. Na u yoqli, na bu yoqli. Va bu joyda men hamma narsani to'g'ri balans ushlay olishim kerak. Ham ishlarim o'zgarib ketgan masalan hozir. Offlaynni onlaynga o'tish, katta risk olish, qanaqadir platformalar boshlash, oilamga vaqt ajratish, ota-onamga vaqt ajratish, yana maqsadlar qo'yish, undan tashqari masalan yana bir har xil nimalar qilish masalanda, ishlar qilish, challenge'lar qilish qiyin. Men o'zim shunaqa deb framework qo'yganman o'zimga, deb, misol uchun har bitta inson bilan suhbatlarimdagi rollarim bo'ladi. Misol uchun ukamni akasiman, amakimni jiyaniman, bo'lganmi nabirasiman, o'quvchim, ustoziman sifatida har bitta holatdagi rollarim alohida proyekt ko'rinishida bo'ladi-da. Va o'sha proyektni yoki o'sha rolni eng zo'r ko'rinishda o'ynashim kerak deyman. Va bu rolim bilan nargiz ta'sir qilish kerak emas. Bitta misol aytaman. Men ishda charchab, stress bilan boradigan bo'lsam, uyda farzand roliga meni boyga rolim ta'sir qilish kerak emas. Men o'zimda shunaqa ko'p bo'lar ekan, hozirgacha ham seziladi, lekin harakat qilaman bunaqa bo'lishiga. Kun bo'yi stress bilan borganingizdan keyin uyda sizni kutib o'tirgan ota-onangizga o'shani qaysidir ma'noda sizni stressdaligingiz bilinish kerak emas, charchaganligingiz. Menda shu bilinib qolar ekan-da, keyin o'zim sezib qoldim. Misol uchun xumrayib olaman, boshqa umuman aloqasi yo'q ota-onamga-da, ya'ni, lekin bu rolimga nargi rolim ta'sir qiladi. Tushunim sizni. Xuddi aktyor o'zini nargi rolini bu roliga ta'sir o'tkazib unaqa bo'lish kerak emas, unda professional bo'lmaydi. Agar men o'zim bir yetuk jamiyatdagi inson sifatida da'vo qiladigan bo'lsam, shu da'voga mos shaxs bo'lishim kerak. Har bitta rolni eng zo'r, misol uchun farzandingiz bor sizni, otasiz, ota rolini ideal o'ynashingiz kerak. Siz akasiz, aka rolini o'ynaysiz. Ustozsiz, ustoz rolini o'ynaysiz. Ertaga founder bo'ladigan bo'lsangiz, founder rolida bo'lishingiz kerak. Agar siz founder bo'lib turib qo'lingizdagi ishchilarga adolat qilmayotgan bo'lsangiz, founderman deyishga balo bormi sizga? Adolat qilmayapsiz-ku. To'g'ri. Siz farzandman deyishga nima bor? Adolat qilmayapsiz-ku. Otaman deyishga nima bor? Adolat qilmayapsiz-ku. Eye-opening narsa. Chunki men bu narsani ko'rganman. Endi o'zim harakat qilaman xuddi sizdagi holatda. Siz
etgandek frameworkda yashashga harakat qilaman. Ideal bo'lishi kerak. Yaqinda bitta post yozgandim, o'qigan bo'lsangiz. Erkak kishidan ideallik kutiladi. Erkak kishidan masalan muammolarini aytib, yig'lab o'tirish yoki nima kutilmaydi. Siqilib o'tirish kutilmaydi, emotsiyalarni ko'rsatish kutilmaydi-da. Hammaga o'ziga yarasha, masalan, founderligini qilish kerak. Bu yoq tarafda otaligini qilish kerak. Erligini qilish kerak-da. Hamma tomonlama masalan rolini qoyillatib qo'yish kerak. Bo'lmasa, agar bular bir-biriga ta'sir qiladigan bo'lsa, u insonni hayoti parokanda bo'ladi. U insonni hayoti yaxshi bo'lmaydi. Chunki tasavvur qiling, men hozir ayolim bilan masalan tortishib qoldimda, bu yoq tarafda men jamoamga jahl qilyapman. Bunaqa qilmaysizlarmi? Nima aloqasi bor bu ikkalasini, to'g'rimi? Yoki teskarisi bo'lib qoladi ba'zida. Ish o'xshamaydi, bu yoqda uyiga zulm qiladi, Uyga borib masalan jahl qilib nimalarni sindirib, nimalarni otib yorib. Bu narsa ahmoqlikda. Buni faqat zaif erkak qiladi. Zaif bo'lgan, o'ziga ishonmaydigan, o'zini nima deydi? O'zini jahlini birovlardan olishga harakat qiladigan, zaif, o'zini kontrol qila olmaydigan erkak qiladi. Men shunaqa qarayman bu narsaga. Endi mana shu joyga men qo'shimcha qilaman. Mana o'z fikringizni bildirasiz. Erkak kishi muammolarini aytmaydimi emas, aytadi. Kimga degan savol o'zgaradi. Boya gaplashdik, mentorga aytadi. Unaqa odamlar juda kam bo'ladi. Odamiga qarab. Ha, ya'ni sizni rostdan biladigan odam va o'zingizni brazerlaringiz deganda siz ukangiz bor misol uchun va haqiqiy do'stlaringiz bo'ladi. U do'stlaringizni muammosini siz eshitib, boshqa tarafdan perspektiva berasiz. Ularnikini eshitib qilishadi. Boshqa hech kim deb o'ylayman. Men o'zimni mundoq qaraydigan bo'lsam, oldinlari muammolarimni onamga aytarkanman-da. Bu bilasiz nima bo'ladi desa, onalik pozitsiyasidan turib, sizga yordam berish uchun harakat qilayotgan paytida o'zi ayol kishi feminin bo'ladi-ku. Ya'ni energiyasi feminin energy, to'g'rimi? Lekin muammolarni yechish va qarorlarni qilish bu masculine energyni trigger qiladi. Ya'ni siz onangizga muammolaringizni aytsangiz, erkak sifatida kattaroq bo'lgandan keyin onangizni feminin holatini saqlab qola olmaysiz. To'g'ri. Masculine bo'lib ketadilar sizni himoya qilish uchun. Va men sekin-sekin onamga muammoni aytmaslikka boshladim. Orada odam bilan suhbatlasha boshladim-da, lekin bu narsani ham to'xtatdim. Ya'ni muammolarim emas, rejalarimni aytib, duolarni olaman, lekin muammolar masalasida umuman aytilmaydi. Hammasi joyida, zo'r yaxshi ketadi, duo qilib turing, mana bunaqa bo'ladi deb turib, ularga umid, ishonch berib, o'shanga mos bo'lishga harakat qilaman. Nimaga? Chunki yoshlar o'tib qolishdi. Endi ularga stress ortiqcha kerak emas. Bu menikini ular bir necha biror kuchli olishadi. Chunki men hozir qilib turibman, ertaga o'xshab ketadi, yaxshi bo'lib ketadi. Lekin ular hali ham shuni saqlab qolishadi miyasida. Xuddi shunaqa qilib ayolim ham. Mana ko'pchilik yigitlarda uylanganlardan keyin ayolim bo'lsa, sirdoshim bo'ladi deb aytishadi. Lekin sirdoshingiz degani hamma muammolarni aytib, uni qiynashingiz kerak degani emas. Sizda haybat saqlanib qolishi uchun sirlilik saqlab qolish kerak. Lekin doimiy og'irlik qilib yurish infarkt, insult ham qiladi. Ya'ni faqat o'ziga qilib surpass qilmaysiz emotionni-da. Suppress deylarmidi? Surpass, yes. Surpass qilmaysiz emotionlarni. Surpass qilmaslik uchun chiqarish kerak. Chiqarishni ko'rinishlari har xil. Mana siz zalga borasiz. Zalda chiqadi bilsangiz hamma emotsiyalar. Yoki bu aytganimdek do'stlar, yoki ikkalasi ham. Qo'shilaman fikringizga, men xuddi shu xatoni menimcha boshda qilganman. Turmushim boshidan o'ylaganman, hamma muammolarimni ayolimga aytsam bo'ladi, hamma kamchiliklarni, o'xshamayotgan narsalarni aytsam bo'ladi. O'sha aytganingizdek, baribir ayol kishi bu narsaga emotion qaraydi va jahli chiqadi yo boshqa narsa bo'ladi. Keyingi holatlarda ham o'sha muammo yaxshi bo'lib ketgandan keyin ham baribir siz u insonga, ayol kishiga zaifligingizni ko'rsatib qo'yadigan bo'lsangiz, u insonni sizga bo'lgan ishonch ozgina tushadi. O'shaning uchun men nima deyman, ayol kishiga muammo aytish kerakmi? Bilmadim. Muammo menimcha ishingizdagi muammolarni umuman ayol kishi bilan discuss qilmaslik kerak 100%. Endi bir xil ishda ishlash bilmadim qanchalik. Mana Alex Hormozi, Leyla Hormozi birga ishlashadi. Ular qanaqa handle qiladi bilmadim. Ularning culture boshqacha, ularning hayoti boshqacha, hayot tarzi boshqacha. Lekin bizani masalan cultureda, bizani religionda menimcha bu narsa to'g'ri kelmaydi. Ozgina distance bo'lgani yaxshi. Ish bo'yicha hozir ayolim bilan narsani ish bo'yicha muammolarni discuss qilmayman, faqatgina rejalarni aytishim mumkin. Xuddi siz aytgandek. Keyingi masalaga kimdan maslahat olasiz, shunaqa holatda deydigan bo'lsangiz, meni ukam eng zo'r maslahatchim bo'lib qolgan. Ishoning, men aytaman-ku, oldin yosh bo'ladi bo'lgan ekanman uni. E'tibor bermaganman. Lekin ukamning bitta zo'r xarakteri bor, emotsiya bilan gaplashmaydi. Unda shunaqa shakllangan. Yoshlikdan qanaqa shakllantirgan u narsani bilmadim. Kovlab ko'rsa balkim qanaqadir backgrounddagi nimadirlar sabab bo'lib qolgandir. Gapirsam, masalan, hozir men joyga mana yaqinda ham masalan, uka dedim, kontentlarim uncha o'xshamayapti, qanaqadir kontent qila olmayapman dedim.
nimaga bu уже bir oydan oshib ketdi-da, masalan, kontent qilmaganman Instagramda. Bitta savol berdi, уже pum, o'ylab qoldi. Mendan so'rayapti. Ideal qilishga harakat qilyapsanmi, deyapti. Ideal qilishga harakat qilyapsanmi, deyapti. Menki, dedim, rostdan dedim. Chunki men yaqinda Muxtasar opa bilan gaplashganimda, o'sha qualityni oshirish haqida ko'p gapirdilar-da. Keyin men o'shandan keyin o'ylab qolibman, qilsam faqat quality qilishim kerak. Endi o'shani aytmayapman, lekin men ham qaysidir burchaga joylashib qolibdi-da. Ukam shuni ochib berdi. Ukam shuni ochib berdi. Muammolar aytadigan bo'lsam, "Xo'p, nima qilibdi?" deydi. "O'ldiradimi san shu?" deydi. "Nima qiladi u? What's the point?" degan narsani aytadi-da. Ya'ni bu muammo aslida tashvishlanishga arziydigan muammomi deydi. Emotsiya yo'q. Hayron qolaman, balkim bordir, ichidadir, lekin emotsiya ko'rsatmaydi. Mana shu narsa. Demak, o'sha aytiladigan muammolar bo'ladigan bo'lsa, uka, aka yoki mop qaraganda o'rtoq, agar yaxshi narsalar bo'ladigan bo'lsa, dada, oyi va ayoringiz. That's it. Zo'r. Alisher, maza qildim. Nimalarni ochmadik yana, ochishni xohlardingiz? Menimcha hamma narsani ochib bo'ldik. Yoqdimi suhbat? Zo'r bo'ldi, rahmat. Mazza qildim suhbatdan. Bunaqa podkastga chiqishim birinchisi. Taklif uchun rahmat. Rost akamiga. Mazza qildim. Hayotda qanaqa suhbat qiladigan bo'lsak, podkastda ham shunaqa suhbat qildik. Odatda shunaqa qilmay qo'ydik oxirgi vaqtlarda, lekin hozir mana sizni bunaqangiz borligi uchun, sizni berishingiz mumkin bo'lgan soha borligi uchun nima qilaylik? Komment yozadiganlar mashqdan bizning suhbatimizdan qaysidir ma'noda xulosalarni not ko'rinishida kommentga yozishsa, ularning ichidan o'zingiz tanlab, qanaqa sovg'a bera olasiz? 2-3 odamni tanlab beradigan bo'lsak, platforma bilan aloqadormi yoki qanaqadir kitobmi, nima qilsak bo'ladi? Mani o'zim ham sovg'a qo'shaman, xudo xolis. Mani sovg'a nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, mayli-mal auditoriyadagi kommentlarning ichidan keling, men 5 tasini tanlab kitob sovg'a qiling, o'zlarining darajalariga mos bo'lgan holatda. Siz nima qilasiz? Lekin o'zingiz tanlab berasiz notlariga qarab. Xo'p, men nima sovg'a qila olaman? Endi hamma IELTS Stationdan platformaga masalan access beraman desam, hozir hamma ham IELTS o'qimayotgan bo'lishi mumkin. Kitob beraman desam, o'sha siz kitob aytib qo'ydingiz. O'ylab ko'rish kerak ekan. Bitta o'ylab ko'ring, qaroringizni keyin podkast chiqqandan keyin aytasiz, bolalar, men podkastda aytolmadim, lekin men bunaqa deb turib aytgan paytingizda podkastning ilovasida siz kanalingizga joylashtiring. Keling, sirli sovg'a bo'lib qolsin shu. Sirli sovg'a bo'lsin, lekin xudo xolasa 3 ta odamni tanlab, men eng ideal deb o'ylagan, meni sharoitimdan kelib chiqib ideal deb o'ylagan sovg'ani men ularga jo'nataman. Ko'rganda bilishadi. Balkim uchrashib berar bu narsani. Bo'ldi. Zo'r. Rahmat, Alisher. Rahmat kattakon. Yetlasizlarga ham rahmat.